Bo'ldi, o'sha gap. Yo, to'xtang, u gap emas. iPhone'ni qanaqa qilib yaxshi deyish mumkin? Men ham shuni tushunaman. Bitta aybi bor Tanis. Oxirgi paytda shu kelinini xolodilnikiga ko'p qarab boryapti. Aslida bundoq olib qarasangiz O'zbekistonda hamma joker bo'lib ketish kerak. Agar shunaqa bo'lsa-da. Agar Summerkida juda недооценить qilgan. va o'zi intervyuda aytgan. Hayotimdagi eng katta xatoyim Summerki degan. Hozir уже производство ketyapti ikki odamlarga. Verib gapiradi. Va chunki rasmiy ma'lumot bu. Maroldagilar mana qilib Sardor chaqirishman, prik taqib gapirib qo'yib qayerdan olganman. Chiqaringlarmi yo'qmi debdi. Rejda oxirida bunday kesib kirib ketgandan keyin kengiz U chiqdi. kirib ketdi kino. Kriket shu. Kino kirib ketdi kiradigan joyiga. Тони Старк посетил авиабазу Карши-Xonobod в O'zbekiston. Серьезно. Yo-mayo. Rasmiy Ko'rsatilib ketadi. Tobi Vaga Ana o'shanda zlodey ideal bo'ladi. Zlodey ideal bo'lsa, mana qahramon statusi ko'tariladi. Yo'q, o'sha Nebolani ushlashgan paytda anaqani oladi, pinchistitani olib, kopiya qiladi u narsani. Zo'r, bitta odam butun umrini sarflagan. o'tib ko'rib bo'lgan. Keyin qarasa, maydonda jangda o'sha Lochin yangi kapitan Amerika bo'lib qalqon ko'tarib yuribdi. Boshqa vaqtdan kelgan. Demak, Qaysidir seriyasini sug'urib olib turib, unga yana ответвление qilishdi. Tag'in chalkashlik deb nolaymiz. Gapirmang. Qaysidir ma'noda Shahzodga menga tur berganda tankada. To'g'risida yo'qda hozir shunga. Ya, endi aytmoqchi. Да, Саруман. Ты недооцениваешь мою мощь. Хотите хоббита? Идите, возьмите. Hay, boshlaymiz unda. Demak, bugun avvalo hammaga salom. Uzoq, juda ham uzoq tanaffusdan keyin qaytdik. Xususan endi har hafta chiqadi podkast, ba'zi vaziyatlarda chiqadi, ya'ni mavzu bo'lganda, yaxshi kayfiyat bo'lganda va bunga talab bo'lganda, bugun mana akalarni studiyamizda to'pladik. Mavzuyimiz Marvel va kelajak. Marvelda qanday loyihalar rejada bor? Ular bizning, demak, kutishimizga arziydimi yoki yo'q? Kim mana bugun mashhur blogerlar tanishtirishga hojati bo'lmagan akalar, lekin albatta hozir bir qator tanishtirib o'tamiz, lekin biz qanday demak kriteriy bo'yicha bugun akalarni studiyaga da'vat etdik? Bular demak uchiga chiqqan Marvelchilar. Bu narsadan qo'rqmaslik kerak, buni ochiqchasiga aytish kerak. Uchiga chiqqanimiz. Uchiga chiqqaninglarni va Marvelchiga qizil Marvelchiga ekaninglarni, zotan uni logosi ham qip-qizil. O'rgimchak odamga o'xshab. Xullas shunaqa. Bu haqida gaplashamiz qo'ldan kelgancha. Bugun mana demak katta memshunos olim, memlik fanlari doktori Bekmirzabrad bugun studiyamizga qadam ranjida qildilar. Radio tili bilan aytganda endi sizga bu radio tilida gapiramiz endi. Shahzod aka, demak o'yinlar olamining hukmdori va demak oxirgi payt emas, o'sha reaksiyalar bilan bog'liq loyihalar nomi nima edi? Ich Life и UPG Life. Men boshqacha ta'rif beraman. Meni orzuyimda yashaydigan odam. Bo'ladi. Biznes yuraversa-da, o'ylab, men orzuyimda yashayman buni. Oson emas lekin. Lekin bitta shu joyda kompliment, siz reaksiyangizga qarash qiziqroqda, bilasizmi nimaga? Chunki birinchi analiz qilib olib keyin kulasiz-da. Ana qanaqadir strafovka bor-da, to'xta kulib yormay, birinchi tushunay nima haqida gapiradi. Noto'g'ri kulib qo'ysa kerak. Chunki odamlar ba'zi kuladi, keyin u вообще jiddiy yoki boshqa narsa bo'lib chiqadi, keyin voy deb boshlanadi. Bu narsa yaxshi, ya'ni bu yerda qanaqadir sapyor effekti bor-da, o'sha bir ko'p o'yin o'ynaganingiz bilinadi. Bu yaxshi. Va tabiiyki, menimcha Marvelni bu xonada o'tirganlardan maksimal darajada yaxshi biladigan, Marvelni shtab-kvartirasida ham hali bunaqa loyihalarimiz bormi deb hayron qolarli darajada biladigan Zamestитель Stanley. Sardor YesUZB, demak, xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Va akalar, demak, kelinglar bir mavzudan boshlasak, ya'ni oxirgi oylar, haftalar, bilmadim, yillar ko'rilgan, yoqqan va yoqmagan loyihalarni bir chekkadan kovlab chiqsak, ya'ni kim nimani ko'rdi, yoqdi, yoqmadi, deylik, momaqaldiroqlar, kimdir hafsalasi pir bo'ldi, kimdir chotki film chiqibdi dedi va hokazo. Marhamat.
Loyihani bu mavzuga kirishdan oldin Sardorga qo'shimcha qilmoqchiman. Marveldagilar mandan qiladi. Sardor chaqirchi, men prek taqida gapirib qo'yib xatdan olganman. Chiqaringlarmi yo'qmi deydi. Shu boladan so'rab ketishdi, ssenariyni uni skeletini berib yubordim, men shunga qarab ssenariy yozishyapti hozir. Shuning uchun shu boladan so'raymiz. Yaxshi taxmin qilib qo'yibsiz deyapti. Shunga to'liq ma'lumot berib yubordim. Mayli, rostdan qani birinchi sizni fikringizdan bir qator eshitaylik. Biz buni gazat qo'ring bizni. To'g'risini aytsam, men deyarli hamma filmi yoqadi. Masalan, Momaqaldiroqlar yaxshi chiqdi, to'g'ri, kassa uncha zo'r yig'ib tashamadi-yu, lekin kritiklar ham yaxshi baho qo'ygan, muxlislar yaxshi baho qo'ygan. Endi kinokritiklar har xil fikr bildiryapti, chunki oxirgi vaqtlar supergeroyka sal pasaygan. Unga bo'lgan qiziqish. Chunki mana shu DC ham oradarasi qoqildi, Marvel da o'zi uncha yaxshi filtr qilmay qo'ydi qasoskorlar finaldan keyin. Muxlislar ishonchi yo'qoldi-da, qisqa qilib aytganda, va proyekt yaxshi chiqsa ham kinoteatrga bormayapti. Mana shu narsani sabab ko'rsatyapti kinoteatrlar oxirgi kinokritiklar. Nega yaxshi kassa yig'maganini. Masalan, Fantastik 4lik ham Supermendan osha olmadi. Momaqaldiroqlar Kapitan Amerika 4 aytmasak ham bo'ladi. Demak, daromad pasaygan. Daromad Ancha pasaygan. ancha pasaydi. Byudjetini o'zini ham oqlamagan. Endi ular o'zini oqlab studiya ma'lumot beryapti. Mana shuncha foydaga chiqdik, byudjetni oqladi deydi. Aslida unaqa emas, chunki bilasiz, ko'rsatilgan byudjetga marketing qo'shilmaydi. Marketingga ancha ketadi, press turlarni xarajatlari qo'shilmaydi. Agar o'sha hammasini hisoblab qilsak, Marvel minusda hozir ancha. Lekin siz ham aybingiz bor bunda, bilasiz. Ha, bilaman. Chunki oldindan buni aytsangiz bo'lardi. Akalar yemaydi bu. Qiyin breaklarni aytib qiynab ularni. Keyin ko'p nima deb peregruska bo'lib ketganda, liniyalar ko'payib ketgan, ochiq qolgan savollar qancha ko'p bo'lib ketdi. Juda ham ko'p. Masalan, oddiy abadiylar filmining titrlaridan keyin qanaqadir troll bilan Tanisi akasi chiqqan. O'gay akasi. Bo'ldi, yo'q. Kenisdan U bo'lgan. abadiylar bilan qo'shilib yo'q bo'lib ketdi masalan. Endi qaytib ham kelmaydi. Masalan, qasoskorlar 5 da ham 6 da ham abadiylar chiqmaydi deb o'zi rasman aytayapti. Uni o'zini ham tushunmaganman, tanisi akasi nima uchun kerakligini. Shu. Shunday ko'mildi bo'ldi. O'sha aktyorni o'zi ham aytdi-yu, Kumail Nanjiani 6 ta 7 ta filmga kontrakti bo'lgan abadiylardan oldin, har bittasida. Keyin o'yinlarga ham kontrakt tuzishgan, hammasi bo'lgan, keyin o'sha birinchi filmdagi hammasi ko'milgan. Ya'ni u bilan shuncha kontrakt Chunki 6 ta film bilan chunki odatda kontrakt tuzilganda. Marvel odatda kelishilgan. posli titr sahnalarida ko'rsatadi keyingi proyektga, maqsadda. Ya'ni ishora qiladi. u o'sha oxirida chiqqan, titrdan keyingi chiqqan odam edi. Ya'ni u bilan shartnomada bo'lishi aniq edi. Men ham o'yladim, "Vau, endi tanisi akasi bilan bir bosh og'riq qilishar ekan" dedim. Nima demoqchiman? X odamlarning o'rniga aslida qo'shilishi reja qilingan abadiylar. Chunki X odamlar u paytda 20-asr Fox'da bo'lgan-ku. Mualliflik yo'q. Hali Disney sotib olmagan edi. Baqa o'tmagan edi. O'sha X odamlarning o'rnini abadiylar bilan to'ldirib yuboramiz deb turib, shunga ular bilan ko'p kontrakt tuzib, yana boshqacha abadiylar qo'shtirib, X odamlardek qilmoqchi bo'lishgan. Keyin aynan o'sha vaqtda ham Fox kelib qoldi-da. Keyin qarasa uncha yaxshi chiqmadi. Mayli, chekroq turib turinglar, X odamlarni o'zini qilamiz degan. Shuning uchun abadiylar chekiga chiqib qoldi. Menimcha Fox ham o'tirganda, ozgina qiynalsin degan, abadiylar chiqsa, ko'ringlar, keyin sotamiz degan. 71 milliard dollarga sotib olgan Fox'ni Disney o'sha. 71 milliard dollar. Buning ichiga hammasi kirib ketganda. Deadpool bilan Rasamahani ham anaqa katta anaqa berdi-da. Turtki berdi-da. Kassasi, sborni qarang, uni bitta solo почти desa ham bo'ladi. Endi Deadpool'ni baribir aktyor o'zida bu darajaga olib kelgan aktyor o'zi, chunki agar Fox studiyani o'ziga qoldirganda o'sha Люди X'dagi o'sha bir marta cameoda chiqqan, endi cameo ham deb bo'lmaydi, kichkina rol berishgan, zlodey bo'lgan, no yoqmagan unchalik. O'xshata olmagan. O'ziga ham yoqma, o'zidan oxirida. O'zini o'zini shartnoma qotgan joyiga borib, shartnoma nima bilan Green Light bilan. Green Light ham o'ldiradi, o'zini Deadpool ham o'ldiradi. Gitler ham qilib. Xo'p, Momaqaldiroqlar yoqdimi, yo'qmi? Men hech qachon bu imенно Marvel proyektlariga budjeti past bo'lsa ham, kassangiz bori kam bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham unaqa qarolmayman, chunki
Современный texnologiyani aybi bu deb bilaman, chunki spesifiklarni qanchalik ko'p qilsa, boshqa qilsa, odamlar o'shanga e'tibor berib, bitta kinoda spesifik kamroq bo'lib qolsa, "Ya, bu bo'ldi, уже всё, o'ldi. Marvelni boshqa ko'rmayman, fanat o'tib ketib qoladi DC ga yoki shunga o'xshagan." Yo'q, men qattiq ishonaman. DC ga o'tib ketib qoldi. Menga yoqdi. Ko'rdim boshidan oxirigacha. Просто непонятный joylar ham bo'ldi menga. No. Endi qarang. Ko'p joyda narezka tarqaldi. Men ko'rdim, ana tepadan tosh tushayotganini bundoq ushlab qolib, ana hammasi birgalashib ko'tarayotganini ko'rsatib beryapti. И ana Mstitlidan olib beryapti, o'sha kadrlarni olib beryapti-da. Tipa ular kuchli edi. ular kuchli. Men ham bu fikrga qarshiman. Nimaga? O'zi momaqaldiroqlar proyektidan maqsad qabul qilinmagan odamlarni, ya'ni ular odam edi. Odam edi. Ular juda katta qism prosta odam edi. Jamiyat chekkaga chiqarib qo'ygan qahramon. Mana o'shalarni ko'rsatish edi. Marvel ham juda yaxshi biladi, bitta tosh tushsa 6 kishi yopish. Ular bekorga qilmagan bu narsani. O'tda prosta aytmoqchi bo'ldi bizga, bular oddiy odam. Ko'ryapsanmi, bularda katta kuch yo'q. Bular birga, jamoa. Mana shuni bermoqchi edi. Men shunaqa tushundim. Marvel ham qalasi ishlaydi, kichkina muammoni sanzavat qilib 6 tasini yopishtirishi. Odamlar soddalashib ketib qoldiki, shu narsani solishtirishni boshlashdi. Ya'ni ma'no nimaga bular bunaqa qilishdi, u qilishdi, bu qilishdi deb. Yo'q, men o'sha yerdan syujet qidirish harakatini qildim, ma'no qidirish harakatini qildim. Men ham shunaqa Men topdim shu narsani, men davolimman. Menga zlodey yoqdi. Qora varianti yoqdi. Ko'rgan bo'lardim o'sha bilan kattaroq jangi. Ham falsafiy qanaqadir qahramonni, quruq zlodey emas-da. Zlodey emas. Xuddi Tanisga o'xshaydi. Shunaqa. Tanisni hurmat qilaman. Yaxshi brat, ko'rib turgan bo'lsangiz salom. Ideyasi Ya'ni bitta aybi bor Tanis. Oxirgi paytda shu kelinini xolodilnikiga ko'p qarab yuboribdi. Ko'rdingizmi, tarjima qilib qo'yishganni? Ha, da. Yo'q, aniqlab. Shu odam sayyoralardagi aholini sonini sanasa xafa bo'lmayman, lekin pomidor sanash yarashmabdi. To'g'ri. Yo'q, nimaga unga alam qilgan bilasizmi? U aholi sonini kamaytirsa, resurslar ko'payadi deyotdi. U resurs bittaga kamayganda yozib pomidor. Men shuncha odamni nima o'ldirdim? Negisi resurs kamaytirishadi. Men shuncha odamni o'ldirdim, kelin deyapti. Misol uchun, menga yoqmaydi Dark Side'da, misol uchun DC Nisladeyda maqsad juda tushunarsiz. Nima maqsad? Prosta yer yuzini zulmatga aylantirish. G'alati maqsad. tepasi Oxirgacha yetmay qolganda, biroz Zack Snyder yetkiza olmay qolgan. Stop qilib to'xtatib qo'yishgan. Tanisda juda bir g'alati-da, anaqa birinchi o'zini sayyorasidan boshlaydi. Prям qarasangiz, hamma zlodeyni orqasida baribir bitta ezgu niyat bo'ladi-da, masalan. Yo'q, hamma garmoniyada yashashi, anaqada. Ana o'shanda zlodey ideal bo'ladi. Zlodey ideal bo'lsa, mana qahramon statusi ko'tariladi. Batman misol uchun birinchi, uchinchisidan ko'ra ikkinchisini ko'proq ko'riladi Joker uchun. Misol uchun, uchinchisini emas, birinchisini vaqti uncha ko'rmayman. Proyekt tanish olish uchun ko'raman xolos, chunki o'ta zlodey unchalik kuchli emas. Lekin Joker prям topiga olib chiqqan-da. Ana u Tordagi zlodeyi Christian Bale o'ynagan. Gor, u ham yomon emas. Tor yoqmadi lekin menga. Uni lekin backgroundi qiziq edi. Berish olmadi uni. Tor yoq. Faqat ana zerkaliyada anaqa qolib ketib qoldi. Aktyordan foydalanish olmadi. Aktyor shunday fishka turib foydalanish olmadi. Boshqa aktyor bo'lsa ham mayli edi-da. Bu Christian Bale'ni boshqa zo'rroq rolga olsa bo'lar edi-da. Uvol bo'ldi aktyor. Men o'ylayman, nimadir mishat qildi o'tda o'ynadi. Juda kichkina anaqa chiqib ketdi. Gerkules anaqani Zeus o'ynadi. Da. Russell Crowe. Foydalanish olmadi. Nima uchundir-da shu narsa? Nima uchun bo'lishi mumkin? Rejissyorning stili shunaqada. Kino Taika Waititining stilida olingan. Lekin xuddi o'sha o'zi olgan-ku boshqa. Ragnarokda olgan. Ragnarok zo'r chiqqan u. Da. Lekin mana bu yerda to'g'ri kiyimlari ham juda kamalik bo'lib ketdi-da. Oshirib yuborishgan. Kiyimlari juda oshirib yuborilgan. Myulner qis ko'tarishi, o'zi mana asamga tegadigan narsa Marvelda bitta ikkita aniq qilinmagan narsalar bor. Endi men tanqid qilib gapiraman deb Marvel bo'yicha. Myulnerni munosiblar ko'taradi deganda, ya'ni kuchlilar emas. Munosiblar ko'taradi deganda, kep ko'tardi. Demak munosib. To'g'rimi? Vision ko'tardi. Demak munosib. Bu yoqda endi ayol ko'taryapti. U ham munosibmi? Ayol kimidi? Anaqami? Natalie Portman o'ynagan. Jane. Prosta niyati anaqa emas. Nima deydi? Yomon emas. U Человек-паукka ham anaqa qilishyapti. Tushundim. Men misol uchun niyat yomon emas. Qancha odam bor edi bu yoqda ko'tara olmagan. Ana ular davrada o'tirganda ko'tarib ko'rishadi-yu. Niyat yomon emas. Qancha odam? Kim oladi yo shugunani yo ekan. Kimdir. Keyin uni ham shunaqa qorishdi.
xalqga ham shunaqa qilib yuborishdi. Mana xalq o'zini ayol harkida qonini olyapti-da, quyapti-da, xalqqa aylanadi. Oson ekanda xalqqa aylanish. Ya'ni agar prosta qonunni quyib xalqqa aylanish imkoniyati bo'lganda, hukumatda katta ehtimol bilan xalqning DNKsi bo'lishi kerak. To'g'ri. Katta ehtimol bilan. Juda oson. Men kutuvdimki, misol uchun kimdir qonun quyadi-da, ko'tara olmaydi u energiyani. Bu hamma ham chidolmaydi u narsaga deb o'yladim. Prosta tak xonada hamma xalq bo'lib ketib qolsa, shu holatda. O'zi Ayol- xalqqa gammizdучение bo'yicha kelgan bo'ladi, anaqasi qolib ketib qolgan bo'ladi ispitaniya. Yo, prosta u qarindosh-ku. Kletchnanovlari bir-biriga mos tushgani uchun shundan deb ko'rsatib ketgan. Baribir sal Jiyan bo'larmidi? Kuzenda nasi bor. No, ayol xalq nazarimda dabdala chiqdi. Yo, ayol Yo, xalq serial mayli, oqmadi, ayol xalq umuman yoqmadi. qonuni olib quygan bola-chi. Komiksda bo'lgan. Qaysi? O'shaning Komiksda uchun Ayol xalqqa o'zini qonuni olib quydi-ku. Uchi. Anaqa tasavvur sifatida ko'rsatilgan. G'alati-da, tushundim, g'alati-da. Ana bildinglar, перекрестный обсуждение ketib qoldi, rolik. Aka siz ham qo'shiling. Yo, rostdan ham, lekin misol ba'zida kanonga muvofiq bo'laman deyishadi, o'sha kanon komikslarni ekranga ko'chirishadi, lekin bilmayman, komiksiga hikoya boshqacha ko'rinadi, lekin u serialga yoki kinoga aylanadi, tamom, u yemaslik ehtimoli juda ham katta. Современниц qilishadi. Shunaqa. Anaqaga to'g'ri keladi. Siyosatga moslashtiradi. Mana hozir nima deyapsizlar? Marvel bu ketishda yaxshilanib oldingidek, xuddi karantindan oldingidek hype'ga, ya'ni o'sha obro'siga qayta tikila oladimi yoki borgan sar rasvo bo'lyaptimi? Ya'ni oxirgi paytda proyektlarning endi ko'p omadsizdan chiqyapti. Kassaku ikkinchi masala. Misol uchun o'zimiz ham tanqid ko'zi bilan qaraymiz nimagadir. Shu nimaga deb o'ylaysizlar? Menimcha yo'q, qayta olmaydi. Nimaga? Nazarimda mana shu birinchi davr bor-ku, endi hammamiz birdek yash ko'radigan davr. Bu supergeroikani oltin davri edi. Bittada yoppasiga chiqib keldi hammasi. Birlashish, o'sha qasoskorlar, har bir qahramonni alohida ochib berish. Hozir endi bu qanaqadir bilmadim, tijoriy attraksion bo'lib ketdi, maksimal darajada uni buni bo'tga mualliflik huquqini sotib oldi, endi keyin buni bilan integratsiya qilamiz deb yotibdi, bilmadim. Balki orada qanaqadir sifat bo'lib, keyin tiklanadi, lekin mana bu yangi davrga umidlar unaqa katta emas, ochiq endi. Meni ham fikrimcha o'sha qasoskorlik finaldagi o'sha to'xtatib qo'yib, tarixga aylantirib qo'yib, oltin kasetalarni tergan orasiga terib qo'ygan kinolar qilib qo'yish kerak. Alternativachi o'rniga bir nima bo'lishi Yo'lagan- kerak. Lekin u tomoni ham bor. Kelajagini bilmadim-u, lekin yaqin 3 yilda normalniy hype bo'ladi mana shu. Ha, hype'ligi bo'ladi. Va Lekin uning ta'siri chiqqandan davom keyin etadi. ko'ramiz endi. Uning ta'siri davom chiqqandan etadi. keyin agar rasvo qilib kutgan narsani bermabdi desa, endi u Shu qasoskorlar ikkitasi mandaqada keyin o'rgimchak odam. nima desam bo'ladi? Dejurniy bo'lib qoldi-da, Dum botda. Ya'ni Ha. Kang edi, proyektda Ha. plan Kang edi. Kang bilan muammoli bo'lgandan keyin, Dumni shuni chaqirishdi. Eski komiksni ochdi, kim bo'libsiz sizlar deganida. Wow, men bu bordi işte. U Dumni fantastik turli ikkinchi qismida ham unchalik kuchli ko'rsatishmaganda. Ha. To'g'rimi? Kuchli ko'rsatishmagan. Men sразу o'sha kino hayolimga keldi. O'ylayman, qanaqa qilib buni mirovoy darajada anaqa zlodey qilishadi. U Fox kinosida haqiqatga yaqinroq qilishga harakat qilishgan. Hatto komiksda o'sha hozir ko'rsatgandek shunaqa komiks haqiqatdan kuchli. Doom o'zi komiksda xohlagan odamning kuchini olib qo'ya oladi, sehr yoki qobiliyatini shunaqa qilib ko'rsatilganda, o'zini aqlini ishlatib, kuchini, texnologiyasini yoki qobiliyatini ham olib qo'ya olish kuchi yetadi. No endi Shunaqa kinoda qo'yganda. adaptatsiya qilishganda, o'sha sal Shansung o'xsharganda. облегчение qilishganda, baribir bo'lmasam слишком kuchli bo'lib ketib qoladi-yu. Mana shu kinoni moslashtirish ham yoqmaydi Marvel menga. Ya'ni syujet xuddiki sizni tasavvuringizda, birinchi ko'rganingizda tasodifiy ketayotgandek bo'ladi. E'tibor bersangiz, o'zi sizni moslashtirib, sizni bunday bitta filtrga olib borishayotgan bo'ladi. Misol uchun abadiyat jangida Thanos filchok qilganda tanlangan personajlar yo'qolgan. Tanlangan personajlar. Hozir misol o'zingizlar ham da deysizlar. Birinchi qasoskorlar tarkibidagi hamma qolgan. Hamma qolgan. Birinchi qasoskorlar tarkibi Hulk qolgan. Thor qolgan. Natasha qolgan. Kapitan Amerika temir odam qolgan. Temir odam ham qolgan. Ya'ni o'shani qoldirishgan. O'shalardan birortasi yo'q bo'lganda, sal bilmadim, boshqacharoq bo'lardi-da. Clint ham qoldi. Clint ham qolgan. Tanlab qoldirishgandi. Tomonlama ko'rmagan ekanman. O'sha asabimga tegadigan joylar bor. O'sha finalni o'zida ham mana hozir meni fikrimcha, boya savol berdim-ku. Tanqid ko'zi bilan qarayapmiz-da. Meni fikrimcha o'sha pikiga chiqdi-da. Hozir endi ozgina odamlar menimcha o'ylayman, hamma
ko'rib bo'ldi, fantastik kino ko'ra oladigan. Qabul qilmaydigan, qabul qilmaydi, baribir ko'rmaydi. Ko'ra oladigan hamma ko'rib bo'ldi. Endi biz ko'p narsa kutib oryapmiz deb o'ylayapmiz. Shunaqa Xuddi shunaqa. shu narsada Bizani plankamiz ko'tarilib ketib qoldi. Ko'tarilib ketib qoldi biz Da, plankamiz. da. DC'ni men umuman ko'ra olmay qoldim mana shu finaldan Da, keyin. da. Qasoskorlar finaldan keyin DC umuman yoqmay qoldi-da. Da. Yoqqan o'sha paytida ko'rganim. Endi hozir ko'ryapman-da. Ko'rasan. Zlodeylida xato bor ekan. O'sha arklar yaxshi ochib berilmagan. Spets effektlarni anav. da final Qora katta qorishgan, yo'q shu qora qorishgandek xuddi. final katta planka berib ketdi, o'zi tabiiyda undan keyingi film уже undan katta daraja bo'lmaydi, mult bo'lishi mumkin emas. Lekin O'sib boravermaydi-yu. Shahzoda Baribir akaning- pastga tushib chiqish kerak ekan. fikrida ham jon bor. Qaysi ma'noda? Hozirgi mana bu boomermi, zoomermi nima deymiz bular, bu avlodga ham qanaqadir yangi baribir kinolar kerak bu yo'nalishda. Dumer kutyapti ha. ular. Ha, Dumerchilarga. O'shaning uchun baribir endi chiqaradi. Ammo u endi ming xil sababi bor. Tijoriy, bu kompaniyalar pul topish kerak, komikslarni ekranlashtirish kerak, lekin balki bu nostalgiya bilan bog'liqdir. Ana gap bor, avval daraxtlar balandroq edi, suv shirinroq edi. Men o'ylaymanki, Suv shirin bo'lgan sal ekan. stilni o'zgartirishadi. Probkam kamroq bo'lgan. Sal stilni o'zgartirishadi. Mana bunaqa bo'lyapti deb o'tdi, qarang. Plankani ko'tarishdi, yosh kattalar ko'rib bo'ldi. Endi yoshlar maza qilib ko'radi-yu. Kattalarni qanaqa qilib bunga qaratsa bo'ladi? Давайте retro kiyim qilamiz. Sezyapsizmi? Atmosferani retrolashtirishadi. Loki serialida atmosfera polni retro Zo'r bo'lgan. bizni yana tortish uchun fantastik turlikda ham shunaqa qilishdi, ya'ni sotish uchun deb. Bu ham da mayli. Lekin vizual juda chiroyli ko'rinadi. Jokerni, Ha, da. Jokerni chiqarishgani birinchi qismi. Ha. Nima bo'ldi? Hamma yoqda shum, hamma yoqda konkretniy anaqa polniy U DC navislar bo'lib ketib qoldi. Yo'q. Masalan deyman-da, ularni muvni aytaman, xudini aytaman. Qanaqa bo'ldi ular ham? Ya aytmoqchimanki DC'ga o'tamiz degani meni ham katta og'rig'imda bu Joker birinchi qismi. Chunki mana Nolanning Jokerida shu darajada uni psix qilib ko'rsatganki, ikki marta o'zi haqida istoriya aytganda ham ikki xil aytadi. Bittasida dadam deb aytadi, bittasida men o'zim deb aytadi. Ya'ni istoriyasini o'zini ham har xil aytayotdi, bu normalniy buzilgan odamda. Bu yoqda nima bo'lyapti? Jamiyat shunchaki uni ustidan kulgani uchun, o'zida duduqlanish kasali bo'lgani uchun onasini o'ldiryapti-da. Borib boshlovchini otib tashlayapti. Juda aslida bunday olib qarasangiz O'zbekistonda hamma Joker bo'lib ketish kerak. Agar shunaqa bo'lsa-da, agar jamiyat kulgani uchun Joker bo'lish kerak bo'lsa. Lekin mayli, DC dan gap ochildi, endi etmasa bo'lmaydi, ayb bo'ladi Penguin. Shedevr. Da, ko'rin. Bu shedevr. Maza qildi. Grimini o'zi topdi mana. Birinchi o'rinda Grimini. Colin Farrell desangiz hech kim ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Endi o'ta hamma narsa mukammal. Ko'rgansiz. Syujet, ssenariy. U ko'rishish shart. Hozir men Grimini ko'rsataman, ko'radi. Ko'rganman. Colin Farrell anaqalarini ham, atribkalarini ham ko'rdim, Grimini ham ko'rdim. Serialga yetib borman. Serial juda zo'r. Juda ham Yetib bormadim hali. mukammal. Lekin men fikrimcha o'sha anaqa nima deydi? Pattinsonni Batman'i dan ko'p narsa kutyapman. Menga rosa yoqdi. Shu serialdan keyin ojidaniya oshib ketdi. Jang sahnalari ham anaqa emasdi. Bo'ldi-ku Batman Pattinsonniki. Chiqqan. Ikkinchisiga. Davom Ikkinchisiga. Ko'p narsa kutyapman. Ssenariy o'zi Hozir- ham bir 3 yil yozildi. Penguin ham unga ulandi. Ha, o'sha olam ichida. Penguin chiqar ekan. Colin Farrell aytdi-yu, chiqadi. Boshqa o'ynamayman dedi-yu Penguinni. Chiqamiz dedi-ku. Yo'q. Colin Farrell. Oxirgi Hozmobodda tushunmayotganlar qidiringlar shunaqa serial bor. Aytyaptilar, Penguin o'ynamayman dedi-yu, desalar, qanaqa kim Penguin o'ynayotgan? Rostdan ham. Xo'p, qiyomat kunidan keyin, Doomsdaydan keyin. Doomsdaydan keyin bizani перезагрузка kutyapti, shunaqami? Ha, yengilgina. Polностью emas-u, yengilgina. Xo'p. Keyin aytdi sizga buni. Kecha gaplashma. O'zingiz yozib keldingiz, keyin e'lon qildi. Hayga bormidi? Xo'p, demak, umidlarimizni oqlaydi, oqlamaydi bu fikrga to'xtaldik. Okey. Demak, nima deb o'ylaysizlar? Bu narsa o'zi kerakmi hozirgi kunda Marvelga? Yangilanishmi? Yangilanish qaysi ma'noda? Yoki o'sha panteonni, kanondagi qahramonlarni qoldirish kerakmidi? Yo'q, kerak.
kerak. Yangilanish kerak. Yangilanish bitta kerak. fikrlar har xil yangilanish kerak. Yangilanish O'sha kerak. kerak deyapsiz. Kerak, ha, обязательно. Chunki bitta narsa ham bor, Marvelni ham o'ta tushunish kerak. Eski kinolar qancha zo'r ko'tarilgan san aktyorlarning ham plankasi ko'tarilib boradi. Da. Qiynalib qoladi Shundan. Marvel. Misol uchun finaldan keyin Robert Downey Downey ushlab keyin. qolish o'zi juda qiyin bo'lgan ularga. Ushlab qolish omadi ham. Ushlab qolish omadi ham. Bir yildan keyin zaключение qilishdi. Da. Ya'ni bir Kapitan Amerikani Tupikka chiqarib oldi. kirgandan Mana keyin qarang. qildida. tupikka kirgandan keyin вот именно mana qarang. Kang ketyapti-da, Kang bilan hayqib tashlayapsiz-da, Kang sulolasi deb chiqaramiz debdi. Kang ketib qolyapti-da, proyekt nima qilamiz? Doom talashyapti, kim o'ynaydi? Kim qaytara oladi-da tomoshabinni? Kandidat yo'q. O'zi Da. Doom rejada bo'lgan, faqat Kangdan keyin, Lekin Perzagus'dan katta keyin. emas edi. Endi unisini bilmadim, lekin o'sha aytdi qaysidir intervyuda Kang Aytaveradi ular. Doktor Doom bo'lgan rejada dedi, faqat Ishonavering, Kang aytaveradi. tugatib Perzagus'ga qilib bo'lgandan keyin Doomni qo'shamiz degan. Keyin Loki tezlashtirib olishgan. bog'landi Kanga. Человек muraviy bog'landi Kanga. Yana qaysi kinolar bog'landi hozir? Kanga Kanga ko'p- bog'landi. Lokini birinchi, ikkinchi sezoni. Lekin Jumla Lokini odam. o'zi katta bog'lab yuborishdi. Ha. Lekin menga Lokini shundoq o'zgargani yoqdi-da, mazza Ha, qildi. boshqa tomondan Mana shu oxirgi ikkinchi faslning oxirgi qismi uchun yana boshdan ko'rishga tayyorman. Oxirgi qismida u shunaqa zo'r joylari bor, ya'ni bilasizmi, narsani Parallellari o'rganish ham bor. uchun Ha. necha yildir vaqtini sarflagan 100 ming yildan. Ha, shunaqa. 200 ming, mingmi, 200 ming yil. vaqt o'tdi deydi-da. O'sha paytda turibdi-yu yana. Ya'ni bu tayyorda o'sha Jertoga ham umrini qancha qismini shunga Da, o'tkazsa da, ham. Menga juda yoq. Lekin Marvelga yana bir jihat nuqtai nazardan qiyin. Mana misol uchun hozir mana HBO Harry Potter serial qilyapti. Aha. Ular uveren, ya'ni qaysi zamon biz 10 yil bitta serial ishlaymiz. 10 yil. Har bir mavsumga Har bir yil. bitta kitobga bittadan sezon berdi. Shunaqa. Endi Marvelda vaziyat qanaqa? Mana aytganingizda bular nima deydi? Dalnavidni, ya'ni uzoqni ko'zlab strategiya qilish kerak-da doim, ya'ni mana oldindan Doomni qo'shyapti, undan oldin Kangni qo'shyapti. Ya'ni ular bilmadim, 20 yil oldin yursa kerak-da va bu nuqtai nazardan Marvelga nihoyatda qiyin. Men misol uchun finalda buni isbotlab qo'ygan. Finalda bo'lgan voqeani ko'rib, "Vau, demak ular inobatga olishganda o'sha paytda." bo'ladi. Qoluvdim-da, mana hayron Endi qoldim. HBO paka konkurent emasda anaqaga Marvelga. Yo'q, tabiiyki. Ya'ni misol qilib keltiryaptilar, 10 yillik plan Hozir bor-ku. oldindan. Marvel demak 10 yildan ham ko'proq plan qila oladi-da. Shunaqa. Qilish kerak ham. Hozir o'zi oxirgi vaqtdagi proyektlar kasha bo'lib ketdi. Boya aytganimizda savollar ochiq qolib ketdi. Shuni bittada yopib yubormoqchida agar nuqta qo'yib Mantiqsizliklarcha misol uchun. O'sha hammasini yo'q qilib, olam yo'q bo'lib ketdi. Mana yangi olam. Короче, aytadi, ani olam rasvo bo'lib ketgani uchun yo'q qildi. Shunaqa. Endi undan keyin обновлениyadan keyin ham endi qanaqa personajlar chiqishiga ham X odamlar bilan boshlanadi birinchi proyekt. Hozir уже производство ketyapti X odamlar. Uverib gapiradi. Va chunki rasmiy ma'lumot bu. Rejissyor ham Thunderbolts'niki tayinlanib bo'lingan. Rejissyor o'zi aytgan. Mana men X odamlarga tayinlandim. Shuni hozir ishlarini olib boryapmiz deb. Уже boshlangan. Savol. Jack Schreiermi adashmasam ismi. Nada, shuni O'sha. Jack dedi. Jack Schreier o'sha hozir rejissyor X odamlarga umuman yangi aktyorlar, lekin komiksga yaqinroq qilib chiqaradi. O'sha yaqindagi intervyusida ham aytdi. Boshqa ular qo'shilmaydi personajlar, faqat X odamlar o'zi bilan iborat film bo'ladi. Mana Ya'ni o'sha Rosamaxa, anaqalar, Siklop, u yoq, hammasi shu bitta qo'shiladi. Ha. Yangi Lekin aktyorlar aktyorlar almashishi. Aktyorlar almashdi. No, Hugh Jackmandan boshqasini men Rosamahada ko'rish. Endi bizga nostalgiya Yo'q, qarang. o'shalar o'rganib qolgan ko'zimiz o'shalar bilan. Bir ikkita isключениялар Jackmandan bo'lishi boshqasiga mumkin-da. Shunaqa qiynaladi. yaxshi personajlarda agar aktyor bilan kelisha olsa, olib qolish mumkin. Hugh Jackman o'zi ham hayot topib qolish muammoda o'zi hozir yoshi bu yoshidan-da. Zaminada men hali hech ko'rmaganman, чтобы birinchi sezonda yoki bitta ikkita kinoda boshqa aktyor o'ynayapti-da, 3-seriyasidan yoki 3-sezondan umuman boshqa aktyor olib turib, lekin men buni ikkita sezonini просто затмить qilib yuborganini men ko'rmaganman, чтобы. Anaqani misol keltirsak bo'ladi. Vedmak-da. Shunaqa bo'lyapti hozir. Tanisi ham Bosib o'tdim men uni. Henry Cavill urib tashlayaptimi? Yo'q, Henry Cavill chiqib ketdi, bo'ldi. Ketdi. O'shani Liam Hemsworth o'ynayapti o'rniga. Ana uni. Yo'q. To'rda akasi o'ynayapti. Shunchaki Liam Hemsworth o'ynayapti Vedmakka, bo'ldi. Uchun Bo'ldi. bo'ldi. Но это не лучше. Yo'q. Henry Cavill. Qarang, 2 yil oldin chiqish kerak edi. O'sha o'zgargani uchun surildi. Yaxshi o'yna olmaydi keyin. Shu o'sha aktyor o'zgargani uchun surildi. Chunki heyt qilib tashladi hamma. Lekin bitta o'sha narsa Pattinsonning Batman'i yoqdi menga. Christian Bale'dan ko'ra. Серьезный. Christian Bale'da qarang, Joker Hammaga yoqdi ham menga. qildi. Batmanning o'zi emas. Batmanning o'zi emas, juda ko'p pafs qo'rishgan. Mana bu Pattinsonning Batman'i ancha dramaroq ko'rindi-da menga. Juda Otilgan yoqdi. как aktyorlarni qochib Ha, Pattinsonga juda yarashgan. Keyin
Pattinsonni Batmanini ko'pchilik aytdiki, aynan mana Batmanning komiksidagi atmosferani zo'r ochib bergan. Да. Shu prям dramada-yu, unda ko'rsangiz, Batman ancha Atmosfera g'ami zo'r. borda. Ani u yoqda endi brat sal boshqacharoq o'ta Joker ochib bergan. Men uchun Joker va Tom Hardy o'ynagan nima edi? Ben. Man Pattinsonni Sumerkida juda недооценить qilgan Va ekan. o'zi intervyuda aytgan, hayotimdagi eng katta xatoyim Sumerki degan. O'zini gapirdi. Chunki o'ynayotgan hozirgi rollari Mikini ko'rdingizmi? umuman boshqa. Ha, Ko'rdim, Mikini ko'rdingizmi? Qo'shiq dahshat qilib qo'yibdi boru. Unda keyin anaqa Tenetda o'ynagan. Tenetda o'ynagan. sindirib yuborgan. U rollarini ham boshqacha chiqdi boru menda. Da ladno do'ma. Batmanni ham zo'r o'ynagan. Bola o'ynayaptimi shu Kinosi rollarda? yoqqan. U Prizemlyonniy bo'lganda. Endi Batman kinosi. ko'p narsa keyin rejissyorga ham bog'liq. Endi Sumerkida u asar o'zi juda ham sust-da. U vampir Bestseller deb ana qilishardi-yu. Yo, bestsellerlar rostdan ham anaqa bo'ldi. pom-pomi ketib qoldi hammani. Vaqtida romantika deb o'ta ko'p rol Hammaga o'ynagan. bo'ldi, da. Men ham sevib yurgan paytimda ko'rganman. O'zidan telenovellalarga o'xshaydi Sumerga ham, to'g'ri? Hozir ko'rsangiz juda cringe Shunaqa. mimikalari, rakurslar. Grafika ham uncha ko'zingizga yaxshi ko'rinmaydi. Menga kecha savolni tushganini qarang. Bitta ochib beraman shu narsani anaqasida. Qish san'atasi birinchi chiqqanmi yoki ani Tangem birinchi chiqqanmi? Savolni qarang. Mani yoshimga qarab uryaptilar-da, To'g'ri qoldi va To'g'ri buni ham. Yo, Tangem birinchi chiqqan shekilli. Aytmayman. Ha, aytib bo'lmaydi. chunki qiz san'atidagi aktyor Tangemda uni kampir rolini o'ynagan. Seriyo? Aktrisa. Qat'iy kecha shuni aytsangiz bo'lmasmidi menga? Yaxshi. Orasidagi farq katta emas-ku. Ha? Yo, kampir rolini o'ynagan o'tdi. 2 yilmi farq bor? Bir Yaxshi Ocean haqida savol bermayapsiz. Ocean. Ocean. Ko'rar edik lekin. ijodkorlari. Ocean'da. Yo, uxlatardi lekin musiqa. Uxlatardi ham emas, u umrimni yegan-ku. Bilmayman, necha yoshga kirganda tugagan u. Bolaligimda boshlangan. belda bolasi ko'tarib yuraverardi. Belda bolasi bo'lguncha qancha kutganman. Men bundaligidan boshlanadi-yu Siz Ocean. ham ko'rsangiz guruchingiz kelar. Qorni ochib qoldi. Yo, yomon guruch yegim kelardi-da. O'zi bir kosa guruchda, lekin shunaqa anaqa bilan azab bilan. Shunaqa bilan ishadi. Dublyaj ham zo'r deyapti, dublyaj bilasizmi? Ani menga anu ham yoqardi. Ertaga aytib berayotganday bo'ladi. Dengiz hukmdorida ham qulli davrda bilsangiz, dumaloq qilingan guruch beradi-yu. Biz o'shani yeb tashlab o'tira, oy guruch bormi? Qaynatib yuborak yoki Oshlik samsili, yo samsam hech narsa qo'shib. Men gurjasiz. Kerak bo'lsa yerga ishqalab beradi, shularnikidagi ko'rib tursin. Ya bu endi bu nostalgiya boshqacha narsa albatta. Lekin qaranglar, nima ko'rsatishsa shuni ko'rishga majbur bo'lardi. Bu alternativa yo'q Bitta narsada, mana Marvelda hozir mantiqsiz bo'lyapti, ochiq savollar qo'yapti davomimiz. Oldin ham shunaqa bo'lgan. Bizga nimaga ko'zimizga ko'rmagan bilmayman. Misol uchun bitta mana endi bitta emas, ko'p bunaqa misollar. Ongrovonchilar. ora-orada Kapitan bo'lib Amerika. turadi endi. Kapitan Amerika. Hamma narsani orqaga qaytarish kerak edi, to'g'rimi? Toshni. Aha. Oxirida Aha. toshlarni olib ketdi. Keyin qoldi o'tdi qiz bilan. Bu degani vaqtni buzdi. TVA e'tiborga tushish kerak edi bu narsa. Xo'p. Hech narsani buzmaslikka kelishgan edi. Hamma narsani orqaga qaytarib, hech narsani buzmaslikka kelishgan edi. O'tda buzildi. Asosiy timeline buzildi. Qiz bilan yashashni boshlagandan keyin baribir o'zgaradi, nimagadir ta'sir qiladi. Ularning bolasi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Har holda buzildi-da. Xo'p. Unga nimadir bo'lganmi, bo'lmaganmi aytishmadi, birinchisi. Ikkinchisi, u Mjolnirni ham olib ketgan edi o'zi bilan. Uni ham qaytarish kerak edi. Aha. Uni ko'rsatsa, nimadir qilsa, keyingi proyektlarda sal eslab o'tsa bo'lardi va anaqa bor edi. Natasha bilan borib olishadi-yu, Aha. toshni. Aha. Qizil chanoq bilan ko'rishadigan joy. Ha. O'tga qaytararmidi toshni? U toshni? Da bunaqa savollar O'tga ko'p. 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 Yana bitta endi prям savol. Endi hozir men aytayotganim nimadir qilsa bo'lardi. Olib keldingiz. Qizil chanoq bilan ko'rishishni nimadir qilsa bo'lardi-da. Chunki birinchi Dushman. kinosidagi dushman. Savol shuki, Thanos finalda qanaqa qilib bu vaqtga o'tib qoladi. Ularda pim suyuqligi yo'q edi-yu. Topishdi-ku. Topishdi, borishdi. Qaytishga bitta bor edi xolos. To'g'rimi? Nebula qayta olmaydi. Aha. Butun armiya bilan kelishadi ular. Qanaqa qilib?
O'sha yerda ochib bergan o'sha narsani. Ochib bermagan. Ochib bermagan. Nima deb ochib bergan? Ochib berganmi? Ochib bergan. Nima deb ochib bergan? Kemaga qilib turib, kemani ichida hammasi bo'lgan. Kemaga qo'yilgan. Zo'r. Siz o'sha joyni aytyapsizmi? Da, zo'r. Kema orqali kirib keladi-ku. Qiz keladi-yu. Kema orqali Endi eshitib turing. kema kichkina bo'lib turib, Endi eshitib turing. Suyuqlik bitta ne bo'ladi? Tasavvur qiling. Ne bo'ladi? Mana bitta borishga, mana hammada ikkitadan bo'ladi. Borishga, qaytishga. Hamma boradi. Nebula qaytaman deganda tutib oladi. Va anu nebula keladi o'sha suyuqlik bilan. Ishlatib bo'lindi. Yo'q, o'sha nebulani ushlashgan paytda anaqani oladi, pimchistitani olib, kopiya qiladi u narsani. Zo'r, bitta odam butun umrini sarflagan narsani tanisi sekundda qilib qo'yadi, qo'yilgan. Anaqalar bor. Texnologiya. Ana yordamchisi qiladi adashmasam, ekran namuna o'sha sahnasi bor-a? Yo'q, umuman unaqa sahna yo'q. O'rganadi-ku. Men eslayman, no точно eslolmadim. Qiz o'rganadi. Nebulani ichini o'rganadi. Suyuqlikni o'rganmaydi, qizni o'rganadi. Suyuqlikni qatdan yana tiklashadi. Pimp qancha hayotini sarflagan o narsaga. Esingizda bo'lsa, kimdir olib kelib tanisi qo'liga beradi haligi pimchistitadan, по-моему. Nebula keladi-yu bilan. Qanaqa ko'paytirishgan men tushuna olmayman, to'g'risi. Mana shu narsa butun boshli kema o'tib keladi-da, u yerdan. Butun boshli armiya o'tib keladi. Ikkinchisi, tanisi va shu oson yengsa bo'lardi-da. Bilsangiz, qaysi abadiyat jangi boshlanishida yerga tosh so'rab tushadi-yu, ikkita o'sha yordamchisi tanisiondagi. Ana bitta kaottasini qo'lini kesib tashlaydi portal bilan. Anaqa kim ochadi portalni? Von. Portalni ochadi, u uraman deganda qo'lini kesib tashlaydi. Qo'lini o'zi qolib ketadi bu yoqda. Tanis bilan Titanda jang bo'layotganda bitta portal ochib tagiga, shuni tushib ketayotganda yo'q qo'ysa bo'ldi, ikkiga bo'linib ketardi-da. Va hali unda uncha ko'p tosh yo'q edi. Человек может быть Shu endi aytmoqchi edim. Unaqa narsalar ham bor-da, no? Ya'ni aytmoqchimanki, bizga o'sha paytda bilinmagan demoqchiman, bilaman. Ya'ni Kontaktlaringiz bo'lsa Bekmirzaning nomerini bering. Unaqa qilsak kino testiga qoladi. Takas qilib bersinlar. mana misol uchun o'rgimchak odamda 3 tasi chiqadiganda Tom Holland o'ynagani boryapti-da. Doktor Strange'dan so'rayapti, to'g'rimi? Hamma unutsin meni, deyapti, to'g'rimi? Hamma meni unutib yuborsin, deyapti. Ana shu joyda hamma unutishi unga muammo olib kelyapti-da. Bitta zo'r yechim bor. Agar hamma videoni unutsin deganda bo'ldi deydi. Misterioning videosini. Hamma mana shu videoni unutsin deganda bo'ldi, muammo yo'q edi. Boryapti-da, hamma meni unutsin. Egocentrizmda. Ya'ni bizni yo'naltirishyapti-da o'sha sujetga. Biz yuryapmiz ular ko'rsatgan yo'lga. Nimagadir endi aqlimiz ishlab qolib, yo'q yurmayman to'g'risida. Рассуждение. Aytmoqchimanki, hozir ham aslida yomon emas. Oldin ham ideal bo'lmagan demoqchiman. Pozitsiyam shunaqada. Boya aytdingiz-ku Kapitan Amerikani. Bitta zo'r teoriya o'qib qoldim. Adashmasam hali videomda aytmadim. Siz podkastingizga eksklyuziv bo'lar ekan. Qarang. Ko'rsatmadi dedingiz-ku. Shuni ko'rsatish mumkin Doomsdayda. Chunki suratga olish ishlarida ham ko'rgan bo'lsalaringiz, o'sha Steve'da eski uyi qurilgan haqiqatdan. Peggy bilan oxirida. Hozir suratga olishlarda xuddi o'sha atmosfera, o'sha yil, o'sha uy qurilgan. Katta ehtimol bilan o'sha yerda Steve Rogers'ni kadr olingan. Va keyin teoriya shundaki, doktordim o'sha multiolam buzilishiga sababchi bo'lganlarni ortidan boradi hammasiga va Steve'ga ham boradi. O'sha joyga doktordim. Va o'sha finalda oxirida qalqonni beradi-yu, Lochinga qari kelib, o'sha hammasini yashab kelib bo'lgan. Teoriya shundaki, o'sha qari kelib hamma maxfiy urushlardan ham Doomsdaydan ham o'tib bo'lgan, hamma narsani biladigan, ko'rib bo'lgan. Keyin qarasa, maydonda jangda o'sha Lochin yangi Kapitan Amerika bo'lib qalqon ko'tarib yuribdi. Boshqa vaqtdan kelgan. Demak, o'ylagan, men unga qalqon demak berishim kerak ekan. Keyin o'sha joyga qaytib vaqtga, mana senga sen qalqon, sen yangi Kapitan Amerika. Bu bo'li yaxshiroq. Shunaqa teoriya o'qidim, bu aniq emas lekin. Suyuqlikni ko'paytirdi deb intervyuda so'rashganda, tekizga. Intervyuda aytishgan, uni suyuqlikni ko'paytiradi tanis deb. Zo'r. Hayron qolganman, birdaniga uni qilib kelishgan. Doktor Doom. Sizlarning fikringizcha, Thanosning o'rnini bosa oladimi? Chunki hozir qaranglar, Thanos har tomonlama qaysi jabhadan qarasak ham ideal antagonist, ideal. Ya'ni uni g'oyasi ham bor, o'ziga xos qanaqadir romantikasi ham bor, tashqi ko'rinishi ham dahshat.
Kim ijro Maqsadam kim ijro qilgandi uni? Esingizda yo'qmi aktyor? Josh Brolin. Brolin. Ijod nuqtai nazaridan ham zo'r endi gavdalantirilgan. Doktor Doom bo'la oladimi? Hech bo'lmaganda yaqinlasha oladimi? Aktyordan problema yo'q Doktor Doomda, Hop. bu aniq. Aha. Agar istoriyani yaxshi yozishsa, Demak syujetga bog'liq. Syujetga bog'liq. personaj arkasiga, chunki Ya'ni Tanis arkasi. bunga ozgina shubha bor-da, chunki Tans oldindan o'ylab shunga olib kelingan. Bu birdaniga qaror bo'lib qoldi, Doktor Doom Tanis kelib. birinchi qasoskorlardan boshlab Hmm. epizodlarda Da chuqur o'ylanganda olingan. background katta. Doktor Doomni endi qisqa vaqt ichida qanchalik qilgan uni bilmadik to'g'risi. Shunda kinoni ko'rgandan keyin Doktor Doom, Железный человек, Thanos, uchalasini maqsadi o'zi bitta bo'lgan. Masalan, Железный человekka ham maqsadi yer sharini защита qilish. Doktor Doomda ham xuddi shu narsa deyilib qiladi. Faqatgina bularni Pozitsiyasi haqida. Metodi boshqa, metodi boshqa. Metodi. Doom odam o'ldirishdan qo'rqmaydi, Железный человек to'xtatgan bu narsani. o'zi ham aytdi o'sha taqdim etilganda same mask same task deb aytdi. Different mask, same task. Ya'ni maskam boshqa bo'lgan bilan vazifam shu deb. Vazifa. Ya'ni Doktor Doom ham multi olamni yaxshilab qutqarmoqchi bo'ladi. Bu aniq. Yovuz Ya'ni- bo'lmay yo'q qilmoqchi emas. Qasoskorlarni Yoki o'zini ideal olamini yaratmoqchi. qasoskorlarni qilgan qaysidir ishi demak o'zlari bilishmaydi asosiy liniyada boshqa multi olamlarda muammolarni keltirib chiqargan. Doom shuni to'g'irlamoqchi, men tushunishim. Yoki o'zini ideal o'zi qanday olam ko'rsa, shuni Bu yaratmoqchi. pidar. Bo'lishi mumkin. Yo'q, balki o'sha ideal olamdir-da, o'zini xohlagandagi. Hamma yaxshi yashaydigan. Arkane'da ham xuddi shu anov bo'lgan, ikkinchi sezonda ochiq bo'ldi. Ideal olam yaratmoqchi bo'lgan, hech kim bir-biri bilan konfliktga bormaydigan, hamma Lekin oxiri va o'sha robotlarga aylanib qoldi-yu, oxirida hamma o'sha Yo'qmi? robotlarga aylanib qolgan olam bor, qimirlamaydigan. oxirida. O'sha ideal olam shunaqa bo'lar ekan deb. Tipa ham konflikt bo'lmasa, hammasi ideal bo'lsa, shunaqa narsa kelib qoladi deb. Mana hozir robot degan esimga kelib qoldi. Altron Aha. internetga, butun internetga joylashib ketish kerak edi. Oxirgi final jangida prosta bir uyum robotlar qilib qo'yishdi-da. Prosta bir uyum robotlar qilib qo'yishdi. Butun internetga singib ketgan bo'lishi kerak edi u. Thanosga Va Vision o'sha yerda bitta mamlakatdagi tosh bilan yengdi Altronni-da. Butun boshqa jangda prosta yurdi-da. Robot Android bo'lib yurdi-da. Boshqa hayron qolasiz-da. Ishlatmadi keyin mana shu narsani. Vatli yana serialda ham ham ko'rgan bo'lsa, shunaqa qilib ketgan. Thanos hamma toshlar bilan keladi-yu, lazer mana shuni ikkiga bo'lib tashlaydi. qiladi bo'lsa. Shu narsa yo'q. Ko'rganman, bitta ikkita qismlarni hammasini ko'rdim. Doctor Strange nega sig'dirishmadi Doomsdayga? Doomsdayga u aniq emas qol. Doomsday chiqishi mumkin. Chiqishi mumkin. Chiqishi mumkin. Chiqishi mumkin. O'zi ham Shunaqa aytishyapti. hazil qilyapti rosa. Komanda bo'ladi. Ya'ni Doomni komandasi Rasbek bo'ladi. tushgan bo'lsa, nimadir Loki'ni bo'lishi komandasi mumkin. bo'ladi. Deyishyapti. Liba uni yangi qismida undan keyin chiqadimi, Doomsdaydan keyin chiqadimi, Qarang, oldin mana chiqadimi? qarang. O'shani bilish kerak. Timeline-da. Doomsday bilan maxfiy urushlar orasiga bitta data belgilagan Marvel, bitta kinosi uchun. Lekin hech kim bilmayapti. Nima kino? Производство ham hali boshlamayapti. Tushunayapsizmi? Boshlangan bo'lishi kerak edi. Kapitan Marvelga o'xshagan bo'ladi. Kapitan Marvel abadiylar bilan final o'rtasida просто yo'q joydan bitta personajni men hayolimda finalda qutqarish uchun o'ylab topib olishganda. Men hayolimda. To'g'ri, komikslarda bor. Lekin 90-yillarda paydo bo'lgan ekan Kapitan Marvel. Nima qildi shuncha payt? Birinchi Nyu-Yorkka hujumda yo'q edi. Aytadi-yu, вы не одни вселенной во вселенной. Lekin u odam-ku. Yer Tipa prioritetda birinchi turibdi. o'sha o'zgargandan keyin o'zini высшее существо deb hisoblashni boshladi. Yo'qmi-yo'q. Уже aytdi-yu, bitta o'zinglar emas. Sanlar bitta o'zlaring emas, sanlar qutqaradigan. Sandan tashqari bitta millionta anaqa bor dedi-yu. Planeta bor dedi-ku. O'sha hazil ham yuribdi endi internetda bunga stul yetmadi degan. Tipa Doctor Strange'ga stul yetmadi. Bular hammasi stulda Shunaqa xuddi o'tirishdi. shuni aytmoqchi edim. Strange o'zi aktyordan so'radi-yu, nega sizni Ordona qurbonda uchib o'tirmasmidi? nega sizni e'lon qilishmadi desa, bilmam stul yetmagandir-da dedi. Strange'da oxirida bunday kesib kirib ketgandan keyin keyingisi U chiqdi. kirib ketdi kino. Kriket. Kino kirib ketdi kiradigan joyiga. Yo'q, hozir o'sha Doomsday bilan maxfiy urushlar Mana orasida shu yoqmadi. Sam Raimi oldi. Sam Raimi oldi. Yoqmadi. Chunki o'rta daraja bo'lib qoldi. O'sha Thor Ikki ikkalasi deyarli yonma-yon chiqdimi? Ha,
o'rta darajadan O'rta to'g'ri sal daraja. pastroq bo'lib Yo, qoldi. to'r men uchun Endi pastroq o'sha- bo'ldi, lekin Doktor Strange o'rta. multivsellenniga ozgina olib kelish kerak edi. Masalan, Человек muraviy ham qanaqadir непонятный Yo, qilishdi. multivsellenniy Человек Муравей aytdi. asosan kvant olamini ochishyotdi. Ya'ni multikoinotga kvant orqali yo'l ochishyotdi. Ko'ryapsizmi endi? Har xil tomonlama olib ketyapti. Birinchi kvant tomon borishyapti. Yo, Просто kesib o'tyapti. Doktor Strange ikkida multiolam nomida bor, lekin kinoni o'zi yo'q-da ya. Ha, multiolam yo'q. tomoni ham Yo, bor. bitta ikkita olamga borishgan multiolamni ochib bermaganda, men o'sha e'lon qilinganda o'ylaganman, "O, multiolamni tushunib olamiz hammasini." Multiolam tushuna olmaganmiz o'shanda ham qanaqa ishlar. Haligacha ham tushunmaganmiz. Hali ham ochilmagan, lekin Da, da, da. mohiyati nimaga kerak, u qanaqa ishlaydi. Endi to'g'ri, ba'zi jabhalari faqat, ba'zi jabhalari, lekin qiziq. O'sha What If'da ham lekin ancha o'qigan. To'liq ko'rib chiqsangiz o'sha multiolamlarga Doktor Strange'dan ancha ko'p e'tibor berilganda xullas. Endi Doktor Strange'da что есть deydi, masalan, o'tda konkretniy anaqa qilmaganda, har xil istoriyani Ha. agardagina deydi, Kapitan Amerika bitta dona mana shuni bundoq qo'yib qo'ymaganda nima bo'lardi degan. Shunaqa, effekt babichka deb shunaqa ketib qolib, mana shunaqa narsani ochib berganda, o'tda ko'p. Shu tasavvurni kengaytiradi, masalan, haqiqatan shunaqa olamlar bor, olamlar shunaqa ko'p deb sal odam tasavvuri kengayadi. Nima edi anaqani orqasida qarab turadigan, postoyanno gapiradigan, Watcher, kuzatuvchi. kuzatuvchi. Watcher. Ha. U anunda bemalol chiqishi chiqishi kerak edi. Watu. Anunda chiqishi kerak edi. Nimada? Наблюдатель. Вот. Nablюдательda. Anunda to'rda chiqishi kerak emidi shu? Yo'q. To'r u to'rda Fantastik to'rtlikda chiqadi degan ma'lumot o'qigan edim. Chunki u ham alternativ olam, uzoqdan bir kuzatib turgan shunaqa ko'rsatishadi degandek bo'lishadi. Kuzatuvchi просто kuzatuvchi nima kerak bizga? Просто kuzatib aytib Biz o'tiradi. ham kuzatib beramiz hammasini. Abdullajonda orqada Husan Sharipov o'qib o'tiradi. Koinot tepasidan turib, shunaqa dedi temir odam deb turadi. Bo'lsa. Yo'q, lekin What If multserialida o'sha Watu aralashib ketadi. Ana voqealarga o'zgartirib, Chidab turolmaydi. sud qilishadi boshqa. Yo'qmi? Vakanda haqida bir yaxshigina multfilm ishlashyapti hozir. Chiqib bo'ldi. Chiqib bo'ldimi? Chiqib bo'ldi, ko'rib bo'ldik. Men ko'rmadim, yo'q, men ko'rmadim. Spoiler qilib qo'ymaymi? Yo'q, yo'q. Men просто ayting. Ace of Wakanda ko'zlari 4 tagina yarim soatlik qism. Ha, to'rttagina o'zi ko'rib To'rttagina qo'ygan. Multfilm. Multfilm. Lekin ancha tomondan. qonli qilishda, Yo'q. Uni lekin qonli emas. grafikasi rosa qizuv chiqdi. Grafikasi qonli qaysi bo'lyapti? Xullas, Wakanda tarixidagi bo'lgan voqealar, o'sha har xil tarixiy va har bitta qismda har xil vaqt ko'rsatilgan. Biza biladigan Pantera. kanonga aloqasi bormi? Da bitta zo'r voqeaga Bo'ldi. Hozir bu gapni boshqa Marvelmi? da Marvel chiqardi. Ace of Anaqa Wakanda aytolman. bir oy bo'ldi. Mana o'tkazorman. Anaqani aytayotdim. Vakanda lekin Qora Pantera birinchi qismi juda zo'r. Vakanda. Zo'r. Просто zo'r ochib bergan menga. Maza qilib olganman. U yangi olam shuni ochib berishganda. Shuni tashlab qo'yishgan. Ryan Coogler yaxshi rejissyor. Muzikalari ham zo'rda. Soundtracklar Da, juda da. chiroyli Vakandani. Ikkisi o'sha Chadwick Bosemandan keyin salani qo'yib qoldi. Anavi bo'lish kerak edi-da. Birinchi qismdagi zlodey bo'lib ketadi deb o'yladim. U ko'pchilik shuni O'sha deydi. bo'lganda Ko'pchilik mana birinchi Michael qismdagi Jordanmi? Killmongerda. Ha, Killmonger. o'sha bo'lib ketadi deb o'yladim-da. Lekin ko'pchilik shunaqa degan, talab ham qilishgan. Yarashardi. Olmadi, hali bo'ldimi? Shuri bo'ldi ikkinchi. Shuri. Yo'q, ofitsialniy menimcha olmadi shekilli. O'sha kuchini qabul qilgan Qora Panteraga aylanib bo'ldi-yu. aylanib bo'lgan. O'sha anaqa qilib bo'lishdimi demoqchiman. Oxirida o'g'lini ko'rsatib ketishdi va o'sha aytdim-ku, Doomsday bilan mahkumlar orasida data bor bitta. Doctor Strange производствоsi boshlanmagan 3-qismi, lekin hech kim indamayapti. Lekin Qora Pantera 3ta ozgina qimirlash bor, chunki Denzel Washington qo'shiladi degan xabarlar chiqish boshladi. Ryan Coogler yana rejissyor. Denzel Washington kasga qo'shiladi degan xabar chiqdi. Endi qarang, shu o'rtada sizga savol. Shunga- Nimaga bu mana Oy Ritseri bunaqa o'gay bola bo'lib qoldi? Oy Ritser Nimaga? Menga kim yoqqansilik bilmaydi. Hech kim yoqqan. bilmaydi. Oy Ritser yoqqan sizga? Mazza qilgan. Juda yoqqan. U Oscar Isaac shunchaki bir o'zi tashkil qilganda. Serialda xuddi bitta o'zi o'ynagan. Yo, bir qanaqadir rasmiy sababi bormi? Nimaga buni polkaga olib Blade qo'yishganmi? menimcha sababi Blade. Ha, Blade bilan birlashtirib Da, nima qilib olib chiqishdi. Blade kechib ketdi-yu, u Blade abadiylarda ovozi eshitiladi. 4 yil oldin e'lon qilingan Blade. Haligacha даже 2 yil oldin chiqib bo'lish kerak edi. Abadiylarda ovozi chiqadi oxirida. Qilib tushayman deydi. Ham nariga boradi. Ha, unda O'sha ham paytda chiqqan. to'xtatib qoladi Blade. Ovozi eshitiladi. Abadiylar ham ko'milib ketdi. Blade Endi abadiylar aktyorlar yuvib ketgani yaxshi. Snipes
ham anaqa deydi-ku, nima deydi? Ha. Nima aytdi-yu? Blade faqat bitta, faqat bitta bo'ladi. Shunaqa. O'shanda nimagadir namyoq berdi-da, uzr. Nimagadir namyoq berdi-da o'sha yerda-da, borib. Mamnun qilish Bekorga surilib Yaqinda xuddi shunga memlar ham chiqib ketdi-yu, rost aytgan ekan deb. Chunki производство to'xtab qolyapti-da, chiqish kerak edi. Deadpool hazillarichi, ani o'zini qismi kinosida chiqqanda ular yomg'irdan Biz bilmaymiz-da, Mahershala Ali ham baribir boshqacha chiqarib berishi mumkin-da bir nimani. Mana Blade rolini umuman yangi Mahershala juda zo'r tushgan bo'ldi. Ha, ha, ha. Ya'ni hali ko'rmadik-ku. hali ko'rmadik-ku, superherойский kostyum Yo'q, ko'rmadik-ku. artlar chiqib ketgan, haqiqatan zo'r. Zo'r tushadi. Men o'zini yosh varianti deb o'ylaganman. Endi Wesley Snipes'daqa brutalniy emas-u. Wesley Snipes endi brutalniy turadi, mujik. Lekin men shu narsani bilmagan ekanman. Buni shu Blade'ga saqlab turishgan Oyrit sirini. Yo, menimcha bu aniq. Yo'q, bu Yo, lekin shunaqa gap bo'ludi. Qarang, Shunaqa Ssenariy gap bo'ludi. Polnochi degan proyekt bor rejada. O'sha ham surilib ketyapti. O'sha Oyrit siri qo'shiladi, Blade qo'shiladi. Blade yana Keyin nima? korotkометражga chiqqan, anavi Bo'ri. O'sha qo'shiladi. Werewolf. O'sha bitta qo'shiladi. proyekt bo'ladi. Zombie Hammasini versiyada bitta Bularni Призрачный demak гонщик. alohida guruh qiyin ekan. Da, Призрачный гонщик bo'ladi ichida. Ana shular bitta guruh qilamiz deyishgan. Kam. Blade qoqilib yotibdi. Bitta shuning uchun Oyrit siri shuning uchun qolib ketdi deb o'ylayman. Chunki ularga qo'shmoqchi. Anaqa, lekin mana Doomsday'da ham hozir komanda bo'ladi deyishyapti-yu. Menimcha o'zi shunaqa bo'lib komandalarni ko'paytirishadi-da. Aha. Secret Wargacha. Da. O'sha sekin olib keladi. Olib kelib Secret Warga bittani yopishtirishadi-da. Hozir shunda bizda Secret Wargacha nechta proyekt turibdi chiqish kerak bo'lgan. Doomsday bilan orada O'rgimchak odam o'zi, ya'ni Sony'nikida, Marvel hisoblamaydi. Doomsday O'rgimchak odam bitta noma'lum orada data bor. Mayda. Boyga aytgan To'rtta qoldi narsasi. xolosmi? Adashmasam mayda. Yo'q. To'rtta qoldi xolosmi? Aprel yo mayda. Ha, keyin Secret Wars. Boshqa hech narsa yo'q. Seriallar bor orada. Endi seriallar-ku alohida tema. Qaysi serial bor edi? Ta'sir ham qilmadi. Ana o'sha Marvel Zombie. Wonder Man chiqadi, Marvel Zombie bugun chiqadi. Adashmasam, 24-25 ta chiqadi. Adashmasam. Kelinglar, ko'ringlar. Wonder Man bor. Keyin yana qaysi serial bor edi? Wonder Man chiqadi, Ironheart chiqib bo'ldi. Vision Ironheart bekor chiqdi. Vision bekor chiqdi. u Doomsday'dan keyin chiqadi. Ha. Undan keyin chiqadi. Bilasizmi? Doomsday'dan keyin chiqadi. Ironheartda Vision chiqadi. kiyimi Yana bitta ikkita bor. plastmassaga o'xshaydi. Xuddi shunaqa. Ko'rmadim shunasini. Plastmas o'sha men kuzovlarni ko'rganman. Ko'rishga o'zim mana qila olmayapman. Qanchalik meni tushirib Lekin oladi hozirda. Mephisto'ga siz nima deb o'ylaysiz? Udachniymi bu casting? Da. Sasha Baron. Zo'r o'ynadi-ku. Endi uni Baratda ko'rmadim. ko'raverib, Baratda o'zi ko'rib, boshqa- diktatorda ko'rib, Sasha Baron Cohen o'zi zo'r aktyor. Zo'r aktyor. Zo'r Kuchli aktyor. kuchli aktyor. U nima deydi? Drama uchun ham nihoyatda mos. Endi shu Barat bilan diktator sababli biz uni faqat jiddiy qabul qila olmaymiz-da ba'zi holatlarda. Yo'q, rolga zo'r tushdi. Menga O'ynaversa, yoqdi. Eng yoqqan o'ynaversa shu Mephisto yaxshi-da. bo'ldi. Boshqa hech nima yoqmadi. Alisada ham serialda. o'ynagan shekilli antagonist u. Alisa in Borderland. Kingsman'da o'ynamadi. Bo'lishi mumkin. Kingsman. Rasputin o'ynamagan-a? Yo'q. Rasputin boshqa odam o'ynagan. U ham zo'r aktyor, aytayotganingiz lekin juda ham zo'r aktyor. Mordasi o'xshirdi-da. U anaqada o'ynagan u taxtlar o'yinini yulduzi u. O'sha siz aytayotgan aktyor. Uning familiyasi xos esdan chiqdi. Ha, demak, loyihalar ko'p. Seriallar ham 4 ta serial chiqadi. 4-chi fazada 18 ta proyekt edi. Anaqatdan oldin 18 ta proyekt. sifra. Tan hozir 4 ta qoldi. Yo'q. Ma'lum. Kecha savolda o'shani yiqildim nima? Nima bo'ldi? 18 deb javob bergan esa 18 deyapsan. Nechta o'zi? 6 ta ekan. 4-chi fazada. Yo'q, 4-chi emas, boshqa. 5 ta. Mana 4 ta. Yo'q, просто 18 deganingizga esimizga tushib ketdi-da. 4-chi fazada 18 ta proyekt edi. 5 ta просто 6 ta xolasmi? Hozirchadirda. Yo'q, seriallar bilan 10 tacha bo'lib qoladi. qoladi. Seriallar bilan 10 Har tacha. holda 18 ta juda yoqmaydi-da. 4-chi fazada. Rostdan ham ko'p. Shuning uchun ham kasha bo'lib ketdi-da. Ha, shuning uchun ham Sifatga emas, songa e'tibor bergan. soqqa bo'lib qolgan. Birinchi Besh barmog'ini og'ziga tiqqan ekan. shu seriallarni endi kamaytiramiz dedi. Shu seriallar ham ko'p chalkashtirib yubordi. Sifatsiz seriallar zo'r chiqib savol ketgan. beraman sizlarga mana Sam Raimi'ni O'rgimchak odamida, Tobey Maguire'da o'zini yashirib yurishi okey. Maskada yurishi. Nimaga qasoskorlardagi O'rgimchak odam ham o'zini yashirib yuradi? Bunaqa katta xavf yo'q-ku, ya'ni atrof supergeroylar-ku, o'zi bitta banda-yu, bu bittasini bosib tashlaydi-yu ular. Yo'q, qarang. Men hayron Mana qoldim. bunaqada yovuzlari o'sha lичностini bilsa, yaqinlariga xavf soladi. Bitta xolasi bor.
O'sha xolasini ham olib ketishdi-yu. Xo'p, Toni Stark Yo'q, qancha yaqini bor? o'rtoqlari bor, sevgilisi bor, hamma Sevgilisi, yaqinlari bor. Shulardan ham qo'rqadi. Anaqada Boshqa Rimda Uni puli yo'q, o'zini himoya qilish unaqa katta anonsi boshqa yo'q. birorta supergiroy oilasi yo'qmi bunaqa? Yo'q, bor. Hamma yuz Просто bu oddiy подросток. yaxshiroq qilishadi. Yo'q, o'zga komiksda puli shunaqa yozilgan, shundoq qolib ketdi. Men o'ylaymanki, hozirgi Tom Holland ijrosida ko'ringan odam bemalol yursa bo'lishi kerak, menimcha. Da. Chunki Toni Stark unga qaysidir ma'noda Shahzodga menga turib berganda tankada. Tony Stark yo'qda hozir shunga. Ya, endi aytmoqchi. Ya, Toni Stark bor paytda hamda yashirinib yurish menga g'alati tuyulganda. Da, endi o'zini qisqisa kerak deb o'zi uchun, просто o'zim uchun. Shuni orqasidan muammolar kelib chiqdi-da, men yashirinib yurishning orqasida. Kingpin shuni kovlaydi endi men Daredevil. O'ldi-ku. Daredevil serialini ko'rmadingiz birinchi sezon chiqdi. Yo'q, uni mana bunday ko'rmadim. Mana yaxshi. Manimda o'ldi-yu. Men zo'r demayman, yaxshi lekin. Lotin ko'zda o'ldi Netflix'ni shekilli. ko'rganmiz? Netflix To'xtang. olgan Daredevil. O'lmadi. O'lmadi. Basharasi yo'q. U mana o'lmaydi bor. O'lmaydi. Umuman o'lmaydi u. Daredevilda Deadpool chiqdi yana. mi yapsan? New Yorkda meri bo'ldi-ku. Hozir New Yorkda meri. Qarang. Kim, Daredevil? Zo'r, a? Yo'q, Kingpin New Yorkda meri. To Hozir Trump bo'ladi. Daredevilda. Ha? Daredevil bo'ldi. To Kingpin bo'ladi. Yo'q, Netflixdagini ko'rganmiz? Sizchi? Nimani? U yaqinda chiqdi-yu, Daredevil. o'tgan yili chiqdi. Yo'q, Daredevil Netflix olgan. Eng ko'p anaqa qorishdi. Qancha Bu yoq bu olgan? yoq qilib studiyalar. 4 ta sezoni bor. Anaqa o'ynagan. Defenders Charlie Cox xuddi shu o'ynagan, Kingpinda ham xuddi shu o'ynagan. Hozir uyga borib ko'rish boshlaysiz. Lekin Daredevilda Netflix olgan. Marvel'niki emas. Marvel'niki bitta sezon chiqdi. Shuni qisman davomi qilib chiqaryapti endi kinoga Netflix. qo'shilgan. Ha. Yo'q, hozir Netflix olmadi uni. Eng Marvel'ga yomon ko'rganim o'tdi. mana shu studiya. Endi o'tdi. Huquqlari o'tdi, o'zi olyapti. Oldin Netflix olgan. To есть Netflix boshlagan narsani Marvel davom ettiryapti. olib turib davom ettirdi. Qaytib olib. Chunki Oldin chunki sotgan Netflix. Chiqardi-ku o'zida ham anaqani. Ha, o'sha oldin sotgan bo'lishgan, keyin qaytarib olishgan. Hozir qaytargan sotib oldi. Marvel o'zi shunaqa, ko'p narsasini Anasi sotib olgan. tugadi, vaqti tugadi sotgan. Men bitta ma'lumot o'qib qoldim. Qasoskorlar bir tarkibidagi anaqalar personajlar ularda Marvelda 2-3 darajali personajlar bo'lgan ekanda. Birinchi darajali emas. Chumol odam birinchi darajali personaj. Shunaqa asosiy qasoskorlar jamoasi chumol odamlar arib olgan. Odam Eng asosiy. Shunga o'xshaganlar o'rgimchi odamlar birinchi darajali Temur odamlar вообще 2-3 u nima reyting bo'yichami? Komiksda shunaqa Komiksda ekan. shunaqa ko'rsatilgan bo'lgan ekan. Temur odam Bizda kinolardan endi keyin yangi tanildi. kinolarda o'sha birinchi anaqaga chiqadi. Lekin Kapitan Amerika bo'lgan haqiqatdan. Kapitan Amerika bo'lgan. Temur odam unaqa mashhur bo'lmaganda, ikkinchi darajali. Kinoda mashhur. Ikkinchi darajalilardan tushgan ekan. Birinchi qasoskorlarni biz o'shalarga o'qiyotgan ekanmiz. Bu chumol odam ekanda. Железный человек chiqib oldi eng biriga. Strange chiqib oldi. И anaqa chiqib oldi nima edi? Baribir Strange kasti menga yoqqan. Ya'ni Eng Strange zo'rlardan bittasi. Benedict Cumberbatch tanlashgani men juda xursand bo'lganman. Cumberbatch bu rol uchun tug'ilgan. Uchun boshqa Alan odam Jackson tasavvur qilolmayman qanaqadir. Kichkina muddatda yorib chiqdi lekin Cumberbatch. Anunda zo'r edi-da. Bitta Sherlockda ham. kinolarda Sherlockda ko'rinib qolgan. Sherlock. Sherlock yangi ruh berishganda Sherlock. Talant Ko'rgim bitta kelib qoldi yana bo'lmaydi. Sherlock Talant bor. bo'lsa yorib o'tib ketaveradi. Любой преградаdan. Cumberbatch bilan Robert Downey e'tibor bersanglar, o'zi umuman boshqa kinolarda ham shunaqa betga cho'par odam rolini o'ynaydi. Ha. Bilasizlar? Cumberbatch ham zo'r qoyillatadi shuni. Sherlockni yorib tashlagan. Sherlockda endi Ikki chopat tashlaydi. Cumberbatchni bitta intervyusida o'qiganimda bitta jurnalist savol bergan. Shunaqa mashhur aktyor bo'lib ketishingizga ishonganmisiz? Yo'q degan. Nimaga dedi? Mani familiyamga qarang, xuddi ertalab kimdir vannada o'xshaydi. Cumberbatch Bunaqa familiya bilan ataklak o'shani fishkasi bo'lib qoldi shu. o'shadi. Cumberbatch bo'ldi, bitta yigitni anaqasi. Cumberbatch. Benedict Benedict. Benedict. Anaqada bitta teaser chiqqanda, treyler chiqqanda, qaysidir kinosiniki kommentga kirsangiz, o'yini boshidan oxirigacha ismini atayin xato yozishganda, kimdir yozadi. har xil variantda yozgan. Kiber skoch yozadi, kiber punch yozadi. Hech kim Cumberbatch yozmaganda. Shunaqa. Ya, anuni o'qigansiz, siz ham menimcha sizda ko'ruvdim. O'zim ham to'xtalganman bunga. Marvel komikslarida O'zbekiston tilga olingan. Tilga olingan. Hattoki anaqa Marvel fandomga kirsangiz, O'zbekiston degan отдельный bo'limi bor. Bir ikkita personajlar kelgan shu yerga. Realni. Hozir mana Google'da ko'rsa bo'ladi. Zo'r ekanmi? Buni biling, kelajakda ishlatishsa yaxshi ish bo'ladi. Qarang. Marvel bilmadim, DC ni hozir aytsam balki eshitganmisizlar, bu ma'lumotni eshitmaganmisizlar, hayron qolasizlar.
IMDb'da ham turibdi. O'sha ma'lumot yozilgan IMDb'da ham. Batman trilogiyasini 3-qismida Bane chiqqan, 3-qismida Bane chiqqanda boshida samolyotda o'g'irlab ketadi deb professorlar. Aha. O'zbekistonda olingan. В смысле, съемкasi O'zbekistonda Syomkasi bo'lgan. O'zbekistonda bo'lgan. Da. Seriyozman. Syomkasi O'zbekistonda bo'lgan. Ingliz tilini kim yaxshi biladi? Nodir aka. Yo'q, men yaxshi bilmayman. Mana bu kishi yaxshi biladi. Siz ishlaysiz, ma'qul. Perevod qilib bering. Ingliz tili siz Yo'q, bilmayman, olmasdingiz unchalik- ishga. Zo'r emasmi unaqa? Ba'zivi sal-pal tushunamiz. Hozir mana narsani. Shuni perevod qilib oling. Mana. O'shani shunaqa qilyapman endi. Qarasam, bu Bitta IELTS borlar yo'q ekan. Mana IMDb'ga kirsangiz, Mhm. mana IMDb'ga kirsangiz, mana O'zbekistonda olingan kinolarda birinchi o'rinda Dark Knight turadi, Rise. Birinchi o'rinda O'zbekistonda olingan kinolar bo'yicha bu qat olinganini yozib qo'ygan. Lekin hech narsa tanib bo'lmaydigan darajada. O'sha tog'li hududda ko'rgansiz u sahnasini. I'll charge for them. And why would I want them? They were trying to grab your pride. Да, olib turib. Какой дурак. Tasavvur Nolan. Голову anaqasi o'ldirmoqchi, otib o'ldirmoqchi bo'lgan odamni samolyotda anaqasiga olib keladi deydi, shu joyda, to'g'rimi? Samolyotni o'g'irlab ketishadigan boshqa samolyot kelib O'zbekistonda olingan ekan. Nolan kelgan, tasavvur qilasizmi o'sha yil. Bizanikilar Ha, mana topdim. Hozir o'qib beraman. Xo'p, mana Marvel fandom. Tony Stark посетил авиабазу Карши-Xanobат в O'zbekiston. Seriyozmi? Yo-mayo! Bu rasmiy Qachon saytdan. ketdi? Demak, anavi- aytib qo'ymabsiz. bundoq qilib portlagan paytda turadigan joyda o'sha anaqasi bo'lganda, o'sha O'sha manimcha O'rta Osiyo deyishgan edi o'sha. Yo. Bilmadim. Yo, do'g'ri, bu Kinoga haqida gap kinoga taqib. Men ham qaynab qo'ydim. Bitta faqat afg'onni ko'rsatib Ha. Va O'zbekistonda mana yozib qo'yibdi. Demak, AQSh havo kuchlari Carol Cheeseburger Danvers degan odam bilan uchrashar ekan komiks bo'yicha. Carol Danvers. Nimaga cheeseburgerligini Captain o'zi Marvel-ku. Endi qarang, mashinasiga deganingizga Tony Stark qochadi-ku, g'ordan qochadi-ku. afg'on. Otib, o'shqa qilib, u yoq qilib sakrab tushadi, keyin uni qutqarishadi, to'g'rimi? Navoiy yo'li. Birinchi bo'lib so'rashganda Jo'lov. nima qilasan desa, birinchi bo'lib Cheeseburger. Ha, cheeseburger. Ha, bo'lishi nimaga mumkin. atsilka ekan shu? Ha, demak bo'lishi mumkin. Yomon reklama qilgan shu joyda. Birinchi qasoskorlarni ham oxirida. Uni sababi bor. o'tirishadi. Talashma. Ha. Uni sababi bor. Chunki narkotikka berilib ketgandi boshida. Robert Downey o'sha narkotikdan chiqib ketish uchun o'rnini cheeseburger bilan almashtirgan. Burger King ayniqsa, Burger King rosa yoqadi. Narkotikni o'rnini cheeseburger bosganda, cheeseburger yeyish boshlagan. Yaqinda kirib kelardi. Burger King ochilyapti-ku. Kiryapti. Mazza Nega shoshildim? Aytmaychi. Hozir efirdan reklama Ha, ozgina karta chiqarib qo'yasiz. Shu hafta ochilyapti. Qattiq ochiladi. Toshkentda. Beradi. Qatida. Berani. Alpamish. Kartangiz qo'yib qo'ying. Rostdan bering. Reklamaga pul tashlab Men berasiz. juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. KFC'ni shunday yoradi. Va, seriyozmi? Qancha ochiladi deyishadi? Ochilish kuni aniqmi? Sanasi. Bilmayman. Bular aytibdilar, bir haftada o'tiliyor. Shu hafta deyishdi. Voy, rosa xohlayapman-da. Men chet elga chiqaman-ku, McDonald's emas, birinchi Burger King qidiraman. Lekinchi. Kesib tashlaylik. Lekinchi. Anaqa uradi uni. Nima edi? Yana bitta ochildi bizda. Qaysi? Anaqada bor. Samarqand Darvozada bor. Samarqand Darvozada emas, Samarqand Darvozadan sal nariroqda ana. Hardis. Hardis. Hardis uradi deysiz-ku, Burger В King. смысле, Burger Kingni uradi. Hardis mazasi bo'yicha Hardis Masasi zo'r. bo'yicha zo'r deydi. Hardis zo'r. Lekin Burger King menga qo'ziqorin juda yoqadi. Doktordan chekada Qayli o'tirib ma'lumot o'zgartiringlar. Qatori chekada doktordan o'tirib bor. Men qolib ketdim. Qachon esirkim bilaman nima. Ya, bu ham endi Robert Downey orqali o'tdi-da. Da. Sabab Po faktu kino bo'yicha o'tib ketdi. To'g'ri. Qarang, mana Marvel Zombies bor. Nima haqida bo'ladi bu film? What If'da zombi epizodi bor. Har bitta epizod alohida voqea-ku. Hop. Zombi epizodi bor. Oxirida tanish zombi keladi, to'xtab qolgan qism. Shuni davomi bo'ladi. What if yangi sezoni chiqyapti hozir? What If'ni bitta qismini davomi alohida multserial. Mana Vatifda har bir seriya alohida syujetda, tanish chiqqan syujetida zombilar syujeti oxirigacha bormasdan tugagan.
Mana bu serial o'sha syujetda davom. Ha. Ya'ni Tanish balki bir toshlar necha- bilan zombi tanish Poyez keladi. qaysidir Toshlar bilan. seriyasini sug'urib olib turib, unga yana ответвление qilishdi. Da. Tag'in chalkashlik deb nolaymiz. Gapirmang. Oddiy odam ko'rib bo'lmaydi. Ana Dota'ni birinchi marta o'ynagan odam qanaqa hozir boshlab bo'lmaydi Dota'ni masalan. Shunaqa. Ответвление voобще dahshat bo'lib ketgan. Xuddi shunga o'xshab Marvelni ham anaqa qilish. Yaxshi ham o'sha boshlaydigan etapidan o'tib ketganman Dota. Do'tir bo'lib kelmaydi. Da. Qiziq. Xo'p, demak, umuman olganda, agar mana hozir qizidi suhbat, xulosalar, Marvel kerak. Yangi avlodga yangi qahramonlik kerak. Endi kerak har bir zamonni o'zini Mana shu chalg'idik, pokoleniyasiga. ming bor uzr bitta bo'laman mana shu joyda. Mana shu joyda chalg'idik. Men xohlamagan bo'lardim o'zim meni ham. Bizga taniqli giroylarni boshqa personajlar o'ynashini. Ya'ni yangi personajlar yaratishsin. Железный человекка o'xshab, Thorga o'xshab, boshqaga o'xshab, yangitdan tanishinglar, yangitdan ochilsin u Hozir aktyorlar. temir odamni agar Tom Cruise o'ynaydi desa, men o'zim osib yuboraman deb bo'ldi. Menga kerak emas. Robert Downeydan boshqa odam temir odam bo'lishini hazil Tom qilaman. Cruise o'ynasa, mana Eddie Murphy o'ynasa, o'tadi o'tiringda. Tom Cruise'ga qancha bu qo'yib berishi mumkin. Moskva shahridagi Eddie Murphy mo'ylovchalari bilan turibdi. Tom Cruise ano kinosi nima edi? Anaqasi roli ano kinoda o'ynadi-ku, deng bir bola anaqada постоянно tirilib kelaveradi. Ha, Gran Budisheva. Gran Budisheva. Ha, o'shani yutqizganman. Men o'sha savol bergan. Ko'rmaganmidingiz? Bitta ko'ring. Men Miki bilan adashtirganman. O'sha paytda Mikini ko'ruvdim. Bitta ko'ring, zo'r, menga yoqadi lekin o'sha. Zo'r kino. Ko'rmagan ekan, qiziq kinomi? Da, qiziq. Nirib qo'ygan. Prям rolga kirib Mana kinomenlar ham kino ko'rmaydi, qaysi kinolar. O'shada. Endi bu yerda didda. Misol Da, uchun da, men to'g'ridan yoqdan Tom Cruise'ni Cruise. yo'q. Sizda Tom Cruise. Sizda просто поле зрениеңizga tushmagan u. Menimcha deb o'ylayman. Tom Cruise degan Tom Dacha demadi. Anaqa nima deydi? Uni o'sha uddalar bo'lmas topshiriq narsalar jonimga tegib qolganda. Ya'ni bir xil Jack Reacher o'ynadi, bu ham pastga o'sha narsa-da, agent. Vertolyotdan sakraydi. Jack Reacher'ni o'ynadi-da. Tom Cruise mana bundoq hisoblashdi. Jack Reacher ayu bo'lishi kerak. Lekin serialda mana bunaqa bor. Kitobda Jack Reacher ayuda. Kitobda Jack Reacher ayu. Nimaga unga berishdi? Tom Cruise o'ynaganidan keyin juda ko'p tanqid qilishgan va tushmagan bu deyishgan. U ancha ayuroq bo'lishi. Serialda zo'r o'ynayapti. Serialda zo'r. Ha, serialda zo'r. Lekin yana bitta narsa bor. Komikslarda menimcha hali pichoqga ilinadigan qahramonlar ko'pdir, Sardor. Juda ko'p. Ko'pi? Endi bor, originallari ham bo'lishi kerak, lekin tipa kopiyaga o'xshaganlari ko'p-da. Mana Kapitan Britaniya shunaqa narsalar. Tipa Lekin ko'p misol uchun kopiyaga o'xshab ketgan. Ayol versiyalari Neymarni bilardim men. Aha. Chiqdi-da, misol uchun xarakteri yoqdi menga, lekin qanaqadir o'zi nimadir ish qila olmaydi, katta ish qila olmaydigan odamdek tuyuldi menga. Katta nimadir muammo sazovat qila olmaydi. Mana o'sha разочарование bo'ldi o'sha Yo'q, unda ham tipa vibraniumi bor-da, shu texnologiyasi bor shunga. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha bu kino chiqishidan oldin bilardim, komiks orqali o'shani bilgan edim. Ya'ni bor normalniy personajlar. Bor. Keyinchalik kino qilishi mumkin bo'lgan. Misol uchun mana Mephisto endi tilga olyapti. Yo'q, unaqa katta personajlar ko'p hali. U ana живой tribunal chiqmagan. Agar men Люди X agar Phoenix olib kelishsa yana. Phoenix juda kuchli. Phoenix Lekin Люди X'dagi hammasi Bilasizlar? kasbga o'zgaradi. miyasiga kirib ketdi. Vandadan kuchli deyishadi. Da. Vanda qila oladigan bu ish qila olardi. Phoenix Sehrni. Lekin Люди X'da qahramonlar haqiqatan ham zo'r tan olish kerak. Qanaqadir boshqacha-da bular. Keskin farq Uni ham qiladi. xohlamasdim, чтобы Rosomahani boshqa giroy. Rosomahani lekin boshqa giroy o'ynashi. Rosomahani Deadpool ham Rosamaha egalasi. Da. Da. Maskani ichida amallab Keyin bekitish anavi- mumkin lekin baribir xarakter bilinib turadi-da. To'g'ri. Mana shu gaplarimizni bilasizlarmi? Ani Eshitlarmiki ular? 80 yo eshitib mayli, mana 80-yillarni Batmanlari bor-ku. O'shalar eshitib rosa hayron qolsa kerak, chunki ularni o'sha Break qo'ynot. Nima qilyapsanlar? Lekin qaranglar, u paytdagi Batmanda misol uchun bittasida
kostyumi muammo bo'lgan. Ha, shunaqa. Splashno bo'lgan, Burilmagan. Ana ko'rgan qarashdi. Ko'rgach tepaga qarashi zo'r. Shunaqa. Ana u yerda даже man Danny DeVito o'ynagan pingvin ham mana bizani yosh tomoshabinlar teatrining aktyoriga o'xshaydi. Ko'rganmiz, shuni bitta joyi bor. Hozir sakragan joyi bor. Mem qo'yishadi. Da. Ya'ni shunaqa kadr borda, juda xunuk. Men bu yerda olingan bunaqa sakragan kadr borda. Da. Arnold Schwarzenegger Yozib qo'yishgan. Mr. Freeze o'ynaganda. Sanga qanaqa ko'rinadi deydi, bitta chiroyli yotgan qizni ko'rsatadi. Unga qanaqa ko'rinadi desa, ping ustida. Da. Batmandan bet anaqani o'tadigan narsasi. Mana bunaqa edi, ana. Ya Arnold deganingizga yomon kulgili chiqqan Arnolddan. O'sha anaqada Da. Batman. Ko'rinish. Mr. Freeze такой kostyumi ham g'alati, juda arzon. Halicha jumboq Jim Carrey Jim o'ynagan. Carrey. Jumbo. Trikoda-da, polnida so'roq. Da, Riddler. Ko'rgansiz? Tomoni yosh tomoshabinlar teatri bo'lgan. Ha, shida. Hozirgi lekin yoqqan men bu Pattinsonda xuddi shu yuz. Da. Juda zo'r chiqqan. Paytida Aktyor o'sha kostyumlar zo'r bo'lganda, menimcha. Aktyor. Menimcha zo'r bo'lgan, kinoga shunaqa yengil qarashgan. Detskiy. Komiks Detskiy. Menimcha shunaqa Shu qarashgan. paytda ham zo'r kostyumlar, qancha anaqalar o'sha paytkiyu, nima edi? Gayverlar, masalan, yoki yuzar jangida ham qancha zo'r narsalar bor edi. Spookmidi? Spawn. Spawn, o'sha zo'r film. Yo'q. Ham o'sha paytda chiqqan. Просто u endi kirib kelayotgan bo'lgan, unaqa jiddiy qarab katta mana nima? Byudjetlar ajratilmaganda oldin. Ya'ni o'shada Shunda. budjet ajratilmagan sabab ko'zi yetmagan hech kim. Da. Detskiy Endi boshdan narsani aytgan shundan kim ko'radi deyishgan. Bu paytda anaqa kassetlar chiqardi. Yoki balki yana bitta anaqa bor, balki komiksga maksimal yaqinroq bo'lish uchun shunaqa kostyumlar qilgan bo'lishi ham mumkin. Ko'p ishonishmagan. Chunki komiksda baribir rang-barangda tan olish kerak. Unaqa ham ajratib. Lekin rangsiz bo'lgan kinolar paytda baribir. Ming rang-barang qilsa ham baribir. Endi Batmanga rang kerak emas, baribir. Oqarib olaveradi. Yonidagi lekin juda kamali edi-da, Robin. Da. Qizil, yashil, Oraqasida formasida, voh. Ya ular aktyorlarning formasi ham to'g'ri kelmaydi. Payzi Batmanniki ham ko'k, boshqacha rang bo'lgan-a kostyum, ha? Fioletoviy ko'k bo'lgan. Men bu yerda oq qoshi bo'lgan. Bizga ko'rinmagan. Oq qoshi bo'lgan. Men dumalab qolganman ko'rgan. Keyin Batmanni yaralish tarixi u boshida pashsha odam bo'lgan. Yo'q. Ko'rshapali odam bo'lmagan. Yaxshi ham shu fikrdan qaytishgan. Tasavvur qiling, pashsha Batman kelib qolibdi. Anaqa qoshi bo'lgan. Shuning uchun men maskalarda ham qosh qo'yilgan. Qanaqa ko'rsating. Mana bunaqa qoshi bo'lgan. Shuning uchun mana bunaqa narsalarda mana qoshlari bilan qo'yilgan. Sekin-sekin yo'q bo'lib ketgan bu. Oldin mana bunaqa qoshi bo'lgan. Bu yangi yil yarmarkalarida sotiladigan maska. Anunga nima deysizlar? Batmanni eslaganda eslaylar. Ben Affleck Batmanni. Juda yoqmaganda menga. Anu-da, formasini aytyapsizmi yo umuman? Formasi ham trikoga o'xshaydi oddiy. U ham o'sha bunaqa bo'lgan, bilasizmi ana? Yo'q. Undan ham ko'ra o'zi juda bir emotsiyasi yo'q, bir yo'lini topolmayotgan odamdek uni jang sahnalari kam nisbatan asosan Hayotdan xafa. Shundoq bilinib turganda bor. Ha. Ko'p ish qilmaganda yo'q, Batman bo'lganda yo'q. O'ja menimcha tanqidchilar ham yomon qabul qildi u filmni. Uni aynan Ben Affleck o'zi Batman yaxshi chiqmagan. Realni anaqaga ko'p populyar. Unaqa tanqid bo'lmagan, no. Ha, boy nega ko'rsatishgan darmani o'sha ko'radi. Endi zo'r emas-u. Baribir Christian Bale'niki menimcha eng yaxshisi, no Affleck ham нормально. Spider-Mandan qaysi biri sizga yoqadi? Tobey Maguire. Sizgachi? Tobi. Sizgachi? Andrew yoqadi menga. Yo, Andrewni da kinosi yoqadi. Yo'q. Emotsiya odam. O'chib odam o'zi kelgan bo'lsa, Tobi bergan. Tobi deb berganda. Tobi ma respekt zo'r, вообще zo'r. Ya'ni No, elastichность, Ha. istoriya, styling boshqalari bilan Andrew Barber. Yo, mana bunaqa. Andrewning xarizmasi yoqqan menga. Ya'ni u yosh bolaroq. Ozgina hazillari bor. Tom Holland va Detskiy bo'lib qolgan. Andrewning ozgina hazillari bor. Maksimalizm payti unda hamma kichkina narsadan ham o'zidan katta drama yasab oladi boshida. Xarakter ko'rsatib yuradi-yu boshida uyda. Nachalo olishmasa bo'ldi. Bog'chadan qarab. Yo, masalan, o'rgimchak odam sifatida Andrew yaxshi ochib bergan Andrew Garfieldni. O'rgimchak odam personajini. Peter Parkerda Tobey Maguire filmlarida zo'r ochib bergan. Chunki endi baribir Andrew Garfieldda grafik ham pozolyat qilganda sal. Tobey Kadrlar Maguire bilasizmi? Xuddi mamlakatga GoPro o'rnatib qo'yganidagi kadrlar bor unda.
Andrew Keyin- osilib yurganda. Da, Yengili da. bo'lganda, Mana bu bilsangiz, Tobi Maguire'da har jang qilsa maskasi yirtilaveradi. Ha. Yuzi ochilib qolaveradi, chunki emotsiyasini ko'rsatish kerak-da personajni. Har doim jang qilsa maskasi yirtiladi, yuzi ochilib qoladi, Lekin emotsiyasi boshqa joyi emas. Tobi ozgina Ha. ana qilolmasdi, bor, ana emotsiyani ana Doim bir xil. basharani ana. Mana bu hozir Tom Hollandlar bor o'zi. Ko'zi qimillab shunday emotsiya beradi. E'tibor bersangiz, Lekin Tom ko'zlari Holland- qisirib, bunaqa katta Ha, grafikada. Spider-Man o'zini kimni aytasiz? Da, kiyimini o'zida emotsiya ko'rsatilib ketadi. Tobi Maguire Vaguri. tilim chaynab qoldi. McDonald's. Tobi Maguire Benamuki. vaqtida grafika bo'lmagan. Benamuki. Benamuki. Benamuki bilasizmi? Siz bilasiz. Yo'q, men bilmayman. Men bilaman lekin Men biladi, aytib o'rgatib qo'yganman. Nima bu? Sen bilaylik. Benamuki Tog'da yashaydi. Tog'da yashaydi. Hamma ko'rsa uni "o" deydi. Yo'q, bu. Dialog eslayapsiz? Ha, uni eslayman. Robinsonda. Ha, Robinson Crusoe. O'sha Benamuki, uni xudosi Benamuki. Voy, detalni qarang, detalni. Yo'q, men u filmda faqat Jumavoy eslayman. O'sha gaplar esimda qolgan edi. Nima dedingiz? Benamuki. 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 Eslab qolish kerak ekan. Benamuki. Ertaga mana qilib ortishim kerak siz yoningizga. Shunaqa savol Sizga bu savol tuzmaymiz. Kim bilan tushdingiz? Ixa. Ixa bilan. Ixa ham ko'p kino ko'radi. Ixagami? Yo'q, hayajon unchalik emasdir. Hozir men siz bilan suhbat quryapman-ku, bu. Hop. Borib yordamlashib kuylashga. Mayli. Ixa nechinchi yil yozib qo'yib. Ixada ko'proq ana bitta bulut bormi? Manimcha yuzakroq ko'radi kinoni, men shunaqa deb o'ylayman. Nima qilaman? Yuzakroq. Ya'ni mana bitta kinoni ko'ryapmiz, biz uni sequellarini, atrofi, ichi, istoriyasini Serial qaraymiz. yo'q. Производство shunaqa narsa. Men shunaqa deb o'ylayman Ixani. Ha. Shunaqa. Yo'q, oxirgi Endi paytda bilib olamizda. o'sha ko'p aytaman-ku, siz bilan bo'lgan suhbatlarda ham, o'zi podkastlarda ham bilmayman, mana shu Alex Sakharov degan odam bor, eshitgan bo'lsanglar kerak. Rejissyor, Klan Sopranovni olgan, Игра престолов pilot seriyalarini olgan. O'zi endi hamma ko'pinchani huk qilaman deb Instagramda O'zbekistonlik deydi. Toshkentda tug'ilib qo'ygan. Bugunni o'zida Klan Sopranovni sizdan ikkinchi odam eshityapman, sizdan eshityapman. Ko'rmaganmisiz? Yo'q, o'shani Ko'rish kerak. Klan O'tirib shuni Soprano ko'raman. endi u Bugun mana anaqani ikkinchi odam bo'lib turibdi shu gap. nima edi? Breaking Bad'ni darajasidan ham yuqori. Manda hali Klan Soprano mafiyani boshqacha ochib bergan. Tushundim. Boshqacha ochib bergan serial. Uni shaxsiy hayoti, o'zini muammosi bor. Ko'rsangiz tushunib olasiz, ancha farq qiladi boshqa marketingda bizda o'sha savol, o'sha gap ketdi bizda bugun Klan Soprano haqida. То что bu serialda основной упор anaqaga nativniga urilgan, shuna haqida ketdi-da bizda gap. Ну, xullas, o'sha Alex Sakharov endi u to'ylar olib yurgan odam, o'zi soz bo'lib ishlagan Amerikada. O'sha odam aytuvdi-da, shunaqa davr keladi. Men художественный narsa ko'raman desanglar, imенно badiiy narsa, polni serialga o'tib ketasizlar degan. Chunki kino faqat maksimal darajada kinoteatrga moslashaveradi. Hozir shunaqa davr bo'lib qoldi rostdan. Hozir qanaqadir misol qahramon yoki obrazni maksimal ochib berish uchun kino yetmaydi. Yetmaydi. Yo'q, misol uchun qanaqadir ulkan franšiza bo'lishi kerak. 7-8 ta filmdan iborat yoki, tam bilmadim, 7-8 sezonli serial bo'lishi kerak-da. O'shancha oxirgi paytlarda bilmadim. Mana uni boshlashim kerak, hech vaqt bo'lmayapti. Tinchlikparvarlar. O Peacemaker. Vash mazoq qilasiz. Cringe, lekin cringe. Uni reytingi вообще yuqori, juda ham DC-ni hozir umumiy nima chiqargan Yo'q, bo'lsa hammasini qo'shsangiz, eng yuqorisi birinchi sezonning 3 seriyasi. Chalg'itishdi. Menga DCdan The Boys yoqadi. Serialdan qiziqib The Boys? qolmadim. The Boys. Просто U ham chalg'itishdi meni. The Boys yoqadi. The Boys bu. DC endi bu The boshqa- Boys men uchun zo'r. The Boys'ni men kutib turibman. Ko'rdingizmi? Moment paydo DC-da emas, bo'ladi. Prime Video. Chunki bo'lib Bittani ko'rgim aytaman, kelmayapti. bittani aytaman sizga. U kutadigan narsa emas. Mana qarang, bitta U narsa kutadigan narsa emas. Hozir boshlayman. Mana qarang, bitta narsa aytaman. Endi spoiler emas bu. Ularda demadingiz. Gerovni ko'ra bo'ldi mana. Mana super geroylar urushgan, zdaniyalar qulab tushib, mana mashinalarning ustiga nimadirlar tushib ketadi-yu. Bu serial o'sha kichkina odamchalar haqida. Super geroylardan pand yeydigan odamlar haqida. Ularni deb oila a'zolari o'lib ketgan shu binolarning ichida Yo'q, men fanatiman qani. ko'rganmiz. Ko'rganman. Oxirgi ko'rmagan. sezonni ushlab turibman.
Tushuntiryapsiz. Tilib ko'rmaganmisan. Men konkretni ko'raman u narsani. Men просто vaqt tanlayapman, чтобы mana shu oxirgi sezonni bitta o'tirganda ko'rib qo'ydim. Hozir Genvi chiqyapti, 3ta qismi chiqdi. Uni ham ikkinchi sezon Men 3ta qismini Men ko'rgim kelmayapti. Ish qilib The Boys'ga bo'lgan anaqamni o'ldirib Genvini olmasin. ikkinchi sezonini 3ta seriyasi chiqdi. chiqib bo'ldi. Ha, bo'ldi. U ham shu The Boys'ga o'xshagan, o'xshab ketadi. The Boys buyuk serial. Jirkanch buyuk. Buyuk. No, jirkanchisi как будто shunaqada o'zi hayot degandek. Ha, chunki endi ularni maqsadi nima bo'lgan? Ular aytdi-ku, agar super qahramonlar hayotda bo'lsa, ular ham tirik odamda ularga ideal bo'lishi mumkin. Shu narsani ko'rsatib berganda, faqat bu yerda qanaqadir istishga boshqa qo'ygan bor. Ham gryazdi. O'zini ani orientatsiyasidagi ham anaqalarni ko'rsatganda, u yerda bor o'zini Keyin fetchlarini ham boshqalarini mana shu ham. The Boys'da bitta zo'r fishkasi bor. Har bir sezonni yo birinchi yo ikkinchi seriyasi e'tibor berganmisizlar, maksimal jirkanch sahna bilan boshlanadi. Birinchisi yoki ikkinchisi bo'ladi shunaqa. Ana CD yo'liga kirib oladi. Aksir boradi. Bor odam yo'q dedi. Ya unaqa ko'p bo'lganda. Keyin mana shu The Boys The Boys bitta yana zo'r jihati bor, mana shu DC'dagi anaqani ustidan yaxshigina kulgan. Aquamanni. Ha, u personajda. Buning uchun haligacha kulib Aquaman ustidan doim kulish kerak. 8 oyoq. Keyin uni qanaqadir alohida qanaqadir qobiliyati yo'qligi mana shu anaqada polni kulga Delfin o'lib qoladi, bilasizmi? Delfin boshini urib ketadigan joycha. Hozir qutqaraman seni deb. Hozir qutqaraman, pura bosib ketyapti. Asfaltda delfinni. Yo, Asmirok bilan bo'lgan sahnalar ham u 8 oyoq bilan akvariumda ushashi u bilan bo'lgan u ishqiy munosabatlari. Uni ham franshiza qilib ko'paytirmoqchi endi. Ko'p yangi loyiha e'lon O'sha qildi. eski Vod boshlanishida Eski soldatik, askari hayotini polni ko'rsatib bermoqchi endi. Ha, ya'ni prequel qilishyapti. Prequel qiladi, polni askari retro supergiroylarni ko'rsatib bermoqchi. Qanaqa bo'lgan o'sha birinchi korporatsiya, Void'dagi birinchi supergiroylar qanaqa bo'lgan, Void'da o'zi qanaqa yaratilgan, shuni polni ochib berishmoqchi. Xullas, bolalab ketyapti bu yog'iga proyektlar. Va bu ko'rsatuv nom Marvel emas, supergiroylar bo'ldi. To'g'ri. Marvel sal chetroqqa surildi. Marvel supergiroylar. Marvel qolish kerak-da u narsa. Marvel fast food, Ocean Boy Ocean desa, Ocean'da 11 do'sti kino aytyapsiz debman. Qo'yapti. Ocean. U Oshinni bilasizmi? Nechta do'sti bor? U Oshinni. Nechta do'stini ko'm boradi o'zi. Nechta seriya? Nechta seriya? Hozir so'raymiz aka. Emas. Yaponlarnikinimi? Qani bir ko'ringchi rostdan ham. Qarib, navara chavaralarini ham ana qiladi. Umrim yedimish. Oshin 83-84da 297 qism ekan. Bizga nimagadir o'sha payt ko'p tuyulgan. Yo'q, chunki bitta qism 4 ga bo'lib qo'yib bergan. Ha, ekonom qilishgan televideniya. Bitta qism 4 ga bo'lib qo'yib Bitta gap bergan. aytaymi, unaqa bo'lmagan. O'zi 20 minutlik qism bo'lgan. Yo'q, Ko'ringchi, ko'ringchi. 20 minutlik bo'lgan. Aniqmi? Xo'p, har bir qism o'rtacha Chunki boshqa seriallar davom etar edi. Lekin boshqa seriallar shunaqa beradi, bilasizmi? Kinolarni ham serial qilib berganmiz-da. Audiodami? Qanaqa unaqa tez savol beryapsiz? Boya birinchi so'raganimda batafsil aytdi, o'qimasdan chiqib ketdi. Kirib o'qidim endi oxirigacha. Telefon bilan qanaqa nima deydi? Telepat bo'lib gaplashyapsiz. Ko'rasiz, men biror marta ushamadim aka. Gap yo'q. Shekin finalga kim olmadi ekan? Final qanaqa bo'ladi? Mehmonga ketayotganda sovg'a beradilar-ku deydi. Yomon o'rgatibmiz. Men o'ziga bordim. Ya'ni Zumrad va qimmat aytadi. Men qayerga borsam mana shu gapni eslayapti, ya'ni Zumrad va qimmatni eng zo'r top joyi shu. Ha, mehmon ketayotganda bir sovg'a bermaydilarmi deydi. Eng qizig'i, men kecha 4 ta klaviatura qo'yibman-da, anaqa stol ustiga. Har bitta yutqizgan odamga bittadan klaviatura beramiz-da, oxiri bitta o'zim olib ketdim. Yo'q, 3 ta qoldi. O'zim yutqizib chiqib ketyapman. Hozir faqat bittasini oldingiz-a?
birinchisi. Ancha birinchi yutqizganlarda kelgan idea. Hozir Shahzodaga hech nima yutmay chiqib ketdi demasa muxlislarim dashklar to'lib beramiz. Qolmay o'zlari-yu. Qachon bizniki? Men oxirroqda menimcha. Sizniki keyingisi menimcha sizniki. Yo'q. Qachon? Sentyabr oxiri yo oktyabr boshi. O sentyabr oxiridamiz, ertaroq aytib qo'yman. Yo'q, уже oxiri 4 kun qoldi shekilli sentyabr tugashiga. Yo'q, keyingi hafta ekanda. Bo'ldi. Sizniki ham oxirida. Ya meniki u qish arafasida. Oktyabr tanlash imkoniyati berishmaganda bitta qog'oz berishga tanlang. Shu qog'oz bilan keldilar, o'sha kuni jamol. Sizga tushlar shu oxirgi. Просто qayta 7 turibdi. 7 Sakkiz, sakkiz. 7. Teskari infinity emasmidi? Iqada. Qaradim 7 bo'ldi. Tanlang. Shuni o'zing ochib qo'yishdan ham bo'ladi. To'te o'yin dedim o'sha. Bo'ldi. Shu bilan tugadi. Ya lekin zo'r narsa boshladinglar, zo'r kino bo'yicha. Mana shuni o'yladim. Yomon ekan. Вообще. Tayyorgarchilik lekin zo'r ko'ribdilar bori. Yo, yaxshi narsa boshladinglar desam, unaqa. Yo'q, men aytmoqchi bo'layotganimki, oson bo'lmaydi. O'tgan gallardagi oson bo'lmasa. Zo'r narsa boshlash. Da. Menga Buni rosa yoqdi. anaqasi yo'q lekin. Analog yo'q. Boshqasi yo'q. Analog yo'q, to'g'ri, O'zbekistonda. to'g'ri. Причем men ikki chet elda ham o'ylab bunaqa yurgan darajada narsalar. ko'rmadim men hech kimda. Чтобы 2-3 ta interaktivniy o'yinni bitta выпускka tiqish maza qilib o'tirdim kecha. Shunaqa. 1 soatdan sal oshiqroq bo'ldi anaqa zapis. Maza qildim lekin. Ya Sardor Malajiz, kuch-quvvat sizga endi bu yo'lga. Bunaqa qiynashda davom eting. Bunaqa rejalardan ko'p vaqt yetmayapti. Glavnisi gaplashgan saring gaplashgan kelaveradigan temada. Ochib berib, eslab, pamitdan quvlab, ochmamda nima bor ekan. Keyingi sezonlarda qiyinlashib borsa kerak-a? Agar Har xil rejalar bor. keyingi sezonlarni bilasizmi qanaqa tasavvur qilaman? Priложенияларni reklamasida o'yin bo'ladi. Qirolni suv bosib qoladi. Anu bor. Anu, buni bosibda odam ko'payadi, keyin otishga o'tadi. Keyin bu odamlar arusha ketgan, uni ota olmaydi. Asabiy buziladi. Oxiri shunaqa. O'zim o'ynab olaman hozir. Boshqa narsa bo'lib turadi. Jinnili-ya, qaranglar, oldin o'yinni maqtalardi-da. Yutsang ham bunaqa olasan, yutmam bunaqa yutish oson. Bitta bilasizmi qanaqa sistema ishlaydi? Ha. Obke bu yoqqa o'zim o'ynayman degan ishlaydi, bu realni bor. Olish qatdandir mana shunda. Asabga tegadigan bo'lyapti-da o'yinlar. Men o'sha bir xil paytda har doim o'tkazaman, o'zi o'tkazib yuboraman. Charchab o'tirgan paytimda chiqib qolsam, ko'raman deb oxirigacha deb o'tarmikan shu yerdan. Shunaqa. Reaksiyamizda shunaqa video Yomon chiqib narsa. qoldi. Chapey cholyapmiz dedi. Ana hammasini oxirigacha o'tganimi? Yozib qo'yganda, zo'r o'ynaganda, meni endi asabingga tegmaydi deb yozib qo'yganda, zo'r o'ynab qo'yganda. O'sha yerda men prям chapey cholyapman. O'ylayotganim bolalar, telefon o'ynayotganda yosh bolalar orasida shunaqa reklama chiqsa, g'alati ta'sir qilmaydimi bu narsa bolaga? Bilmam, lekin Ya'ni men qarang, jiyanim o'sha o'yin o'ynab o'tiradi bironta. Shunaqa reklama chiqaveradi, endi Wi-Fi ulanib qolgan bo'lsa, o'sha kuni bir 10 tadan ortiq xuddi shunaqa reklama chiqargan ustunovka qilib tashlaganda. Ustunovka qilgan hammasini. Planshet to'la o'yin bo'lib qolibdi. O'sha reklamadagi hamma o'yinlar ustunovka qilib chiqqan ustunovka qilaverganda. O'shanga anaqa beradi-da ular ham, pora beradi-da. Agar hech qanaqa защита bo'lmasa, radiatsiya kontrol bo'lmasa, viza shunda ulangan bo'lsa, bo'ldi, kirib Play Marketdan shu sotaveradi. Bizda Play Market sizlarda endi. Play Market. Ularda App Store'da. Ana e'tibor berma. Zato to'yda biz o'tiramiz. Aka, чтобы anaqa bo'lmasligi uchun. Bu stakan uzatib quyib beradi. Bu ham Samsung dedi. Stakan uzatib, iPhone'chilar quyib berishadi. Rozilanadi. Shunday e'tiboring. Yaxshi. Xo'p, endi bo'ldi o'sha gap. Yo, to'xtang, u gap emas. iPhone'ni qanaqa qilib yaxshi deyish mumkin? Men ham shuni tushunaman. Monopoliya bo'lgani uchun zo'r-da, u Instagram bilan monopoliya bo'lgani uchun zo'r. Agar tasavvur qiling, Instagram Android qo'llab-quvvatlaganda. Androiddan yuklagan videoingiz zo'r yuklanganda Instagramga. Katta ehtimol bilan iPhone bilan. Yo'q, masalan, men savdosiga ancha ta'sir qilib qoladi ishoni. yo'q, Ishlatish oson ularni ishlar. Ya'ni Da. kompyuter xonaga kirganingizda qanaqa? Ana obolochka, chiroyli rampart shilda qo'yib qo'ygan, shunda o'yinga oddiy kirib ketasiz-ku, bemalol kirib ketasiz. Hech qanaqa virus haqida o'ylamaysiz, boshqa qilmaysiz, unaqa. Ana oddiy qilib qo'ygan, primitivniy qilib qo'ygan. iPhone ham shunaqa deb o'ylayman. shu masalan hozir Instagram bo'lmasa, baribir iPhone ishlataman. Instagramda aloqasi yo'q bu narsaga. Mamad vijdon qolmaydi. Men ishlata olmadim.
4 marta, Mana 5 ishlataman marta aka. o'tdim. Qanaqa qilib ishlatish Ishlata mumkin? olmadim. Men Nega? yilni boshida olganman-da. Yilni boshida olgan. Hozir kelayotganda o'yladim-da, backstage olib turib. Kelayotganda o'yladim-da. Menga kerakmi u telefon? Uyga tashlab kelmoqchi edim iPhone'ni. Ha, backstage olib qo'yarman, debdim-da, shunga oldim. Siz qarang, kerak emas edi-da. ishlatgan vaqtingiz ikkita telefon ishlatganmisiz yo Android umuman yig'ishtirib tashlab faqat iPhone ishlatib yurganmisiz? Boshda shunaqa qildim. Men bundan kechaman deb yig'ishtirib, bir hafta ishlatdim, asabim chidamadi. Bir oy ishlatishingiz kerak Uni ekan. kapriziga men qiynalib, Bir oy ishlatishingiz kerak edi, keyin urgan Juda ketadi. kaprizni edi, iPhone juda kaprizni. Menda hech qachon unaqa bo'lmagan. Shunday oddiy-ku qaytamga, oddiy. Menimcha, men bunaqa fikrlayman. Androidda ko'p ish qilmagansiz. Androidda ko'p ish qilgan odam men buni biladi-da. Hozir misol uchun men ishlatadigan bir ikkita programmalar bor, iPhone o'zi yo'q. O'zi tegi yo'q o'sha To'g'ri, programma. to'g'ri. U jihat. Yo, bilasizmi, o'sha Android oxirgi marta o'sha qora suv telefonlar ham bo'lar edi. Android ishlatib yurgan paytim. Maktabda o'qiganman adashmasam. Studiyada yotibmiz arakada. O'sha Telegram'i ham boshqacha. Jibir Ice'ni oxirgi marta qachon chiqqan, o'shanda ishlatganman, o'shandan keyin iPhone 4 ga o'tganman, shundan keyin iPhone bo'lib ketganda bu yoq. O'sha maktab paytidan beri. Endi ringtonni almashtirish imkoniyati qo'shildi-yu. Ringtonni. Maqtanishyapti va endi biz to'xtang. Har xil jiringlaydi. Wow! Zo'r. SMS chatda fonini almashtirsa bo'ladi. Ana обновление keldi-yu, suvli. Yoqdimi sizga? Ha, endi. Menga yoqmadi, lekin telefonim akvarium Men bilan ham chiqib ketdi. iPhone iOS 16 chiqqanda, bekor обновление qilibman. iPhone iOS 17 chiqqanda yana bekor обновление qilibman deb har safar shunaqa bo'ladi degan. Eng yoqmaydigan narsasi iPhone 17 taqdimot qilingan 2 kundan keyin iPhone 16 qochishni boshladi. Prям qochishni boshladi. Telegramdan umuman video yubormay qo'ydi. Kameraga kiraman, ochmaydi, turaveradi. Обновление qilib. Совпадение bo'lib qolgan bo'lsa kerak-da yoki Yo, bu narsa fakt ma'lummi? Bu narsa har doim shunaqa, xuddi shunaqa. Men aniqini bilmayman. Tezlaydigan qilib qo'yadi. E'tibor bermadim. Sheriklarim aytishdi. Ha, iPhone 17 chiqdi deb telefonlar qochishni boshladi deb qoldi. O'sha gapidan keyin e'tibor berdim-da. Shundan bo'lishi mumkin. Osilib qolganda. Undan oldin ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, просто siz e'tibor bermagansiz. Effekt placebo bu yerda ham ishlaydi. Masalan, sizga buni shit qilib qo'yishdi shu narsani, shu narsani siz замечать qilishni boshladingiz, и уже miya avtomatik Shunaqa. boshladi. Nimaga yarim yil ishlatdim-da, iPhone o'zi qotyapti dedim-da. iPhone 16 Pro Max. Yarim yil ishlatdim, qotyapti. Nechta? 140 marta zaryadga qo'yman. Yarim yilda. 140 marta. Juda kam. Yana xuddani Normalniy saqlangan. burunga o'xshaydi. Shunaqa xuddi Ko'rmaysiz, o'zi обычный holda, lekin yaxshilab e'tibor berib turib ko'rganingizdan keyin Shu bo'ldi. Ko'rinaveradi burningiz. Undan zo'r aytaymi? Undan zo'r aytaymi? Og'zingizni yuming. Eshitgansiz? Yo'q, Og'zingizni yuming. ishlayapman. Yo, labdillah, yo bir Ya, narsa. yuming og'zingizni. Endi jag'ingizni oching. Oching. Ha. Oching. endi yo'q. Jag'ingizni og'irligini his qilishga harakat qiling. Ha. Ha, siz taxminan qancha mana shu vazn? Ha? Bildingiz, ha? Endi pastdan ko'tarib yurishingiz kerak. Endi o'sha ko'tarib yuring. Yumib o'tiring-da, o'shani og'ir ketadi va bitingiz aka. Yumib o'tiring-da. Qo'ysangiz. Shu anonda ham aytadi, siz uxlayotgan soqolingizni ko'rpanchaga qo'yib qo'yasiz tashqariga ham desa, endi uxlamayapman ekrasida ham deydi. Endi qilsam ham chiqarsam uxlamayapman deydi. Men zo'rida aytaman-da hozir. Bu ham yomon asabingizga tegadi, keyin butun umr g'ashingizga tegadi. Ana KFC logotipi. Ha? KFC logotipi. Mana tagidagi bo'yinbog' emas, qo'li bilan oyog'i. Endi butun umr mana shu odamchani ko'rasiz endi okishani. Nevarasi chizgan bo'ladi. Qo'li bilan oyoqchasi mana shu. Fartuk emasmidi? Yo'q. Voy, men fartuk yo'q anaqa deb o'yladim. Yo'q, fartuk. Endi ko'zingizga o'sha ko'rinadi. Doim Xalaqtirgan. qattiq ko'rsatib qara. Xullas, bilmayman nimaga suhbatni oxiri baribir fast food bilan tugadi. Ish yaxshi ko'ramiz-da. Xullas, mana shu nuqtada tugatamiz. Rahmat kelganingizga. Har tomonlama qizdira berdinglar. Men tan olaman. Men
to'g'risi Bekmirzaning bu darajada Marvelologligini bilmadim. Savollar bilan o'tiribsiz. Memologligini bilardim, lekin tan berish kerak, juda ham katta fanat ekansizlar. Bu albatta tahsinga loyiq. Rahmat. Kelganingizga rahmat. Juda qizdirib berdinglar. Menimcha ko'rganlarga ham bir mazza qilib eshitadigan, tinglaydigan podkast bo'lgan. Izohlada albatta qaysi loyihani kutayotganinglarni aynan Marvel olami bo'yicha, kinematografik olami bo'yicha yozib o'tinglar. Mehmonlarimiz bugun sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, o'zingizlarni tilaklaringlarni albatta yozib o'tinglar. Biz buni o'qiymiz, biz uchun bu nihoyatda qadrli va menimcha agarda yaxshi suhbat bo'ldi deb hisoblasanglar, biz albatta bu suhbatni davomini keyinchalik kelajakda tashkil qilamiz. Hammaga katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar.